Vatanimizni sharmanda qilyapti, millatimizni sharmanda qilyapti deyotgan gaplarni bo'layotgan bo'lsa, millatda yana kulibdi o'ynayotgan ko'tini qimillatib, mammasi bilan somsasini ochib olib, kulibdi jalablik qilayotgan qizlar sharmanda qilyapti. Hop, ana Tarafini olishdi. Shunchalik pizdes bo'lsanglar, shunchalik vatanparvar bo'lsanglar, kerak bo'lsa o'sha vatanparvarlarni singlisi siqtiryapti kulib. Sen Dubayda shuncha pul ishlatyapsan, Dubayda mashinalar arendaga olyapsan, magazinda bu ishlar qilyapsan, mayda shunda bizneslaring bordir baribir. Mana-da, sen shu rasxodlarni O'zbekistonga qilsang, vatanga foyda bo'ladimi shunda? Vatanga bo'ladi foyda. Vatanga foydasini qilyapmiz, ko'z tegmasin, sizlar bilmaysizlar. Yaxshi. Qaytganing yaxshi-ku, Sardor. Endi kimga qanday? Teginma. O'zini vaqt fursat keladi u tema bo'yicha. Demoqchiman, mana shu birovi hayotiga aralashib, birovi hayotiga sen undaysan deyishdan oldin, vatanparvarlik qilishdan oldin ozroqgina o'zlaringni ham bir yoqqalaringni hidlanglar deyman men. Luboyga aytaman. Luboy men bilan yuzma-yuz kelib, menga qarab, sen flash qilasan, sen unday qilasan desa, shunda basharasiga qarayman-da. Men bundan bir 7-8 yil oldin ko'chada 2 yil yashaganman. Oshna og'aynim uyiga sig'maganman. Yaqinim uyiga sig'maganman. Bir-birdan nonga zor bo'lganman. Onangni sizga qayerda eding o'sha payt bir-birdan non berganmisan deyman. Nima deya oladi menga o'sha odam? Mana savol. Qoshingni olyapsan, to'tim qilyapsan, biroq qilyapsan, batar qilyapsan deb menga misol ugrajat qilsa, liboya. Men ko'cha yashab qiynalib yurgan savolingga bitta savol bilan javob bera olaman. Javob ber. Qara, seni boshingdan, meni ham boshimdan o'tgan. Meni boshimdan o'tyapti, balki sen o'tib ketgansan bu narsalar. Seni 100%, 1000% o'tib ketgansan bu narsalardan. Boshlanishida shartdan o'ynashdan boshlagan payting, qo'ygan videolaringga, qilgan shartlaringga, ertasi kuni qo'ygan videoingga turib biladi, naxuy qildim bu ishni. Bilak kechani nima qilib qo'ydim, naxuy kerak edi. Men hozir ham shunday bilib turib qilmayman, majburdan qilaman. Iloji yo'q, lafz berib qo'yapman. Shuncha odamni oldida davay deyapman. Mana o'lma. Bu narsa qolmaydi ekan demak, ha? Qolmaydi u narsa. Qolmaydi. Hozir ham jalab. Chetimni yeydi mana shu narsa bilan. Yeydi, iloji yo'q. Nima qilish kerak Sherzod bilan? Voy bala. Ishonasanmi, eng qiynaladigan joyim nuqtam shuda, shuning uchun senga shu savolni berdim. Aytmoqchiman, menga kelib, sen bunday, sen unday deyotgan odamlarga men aytaman. Sen agar men shunday deyotgan bo'lsang, men mana shundan oldin hozir ham sendan bir-birdan so'ramaganman. O'zim nima qilsam ham, o'zim tirikchiligimda o'zim ishimni qilyapman. Undan oldin qiynalib yurgan paytim ham, o'sha payt sen menga bir-birdan ko'tarib kelmagansan. Qo'ttag'imni yo'lasanmi deyman. Nima deya oladi menga? Liboy. Hech narsa bo'lmaydi. To'g'risi, liboy buni ko'cha bo'ladimi, qo'ttaq bo'ladimi, bir balo bo'ladimi, razborchik bo'ladimi? Shoshma, jalab, men bilan sendan bir-birdan non so'radimi deyman, birinchi savolim. Yo'q deydi. Ikkinchi savolim. Meni jalab qiynalib ko'cha yashab yurgan paytim, yeyishga bir-birdan nonim bo'lmagan, yaqinimni uyiga sig'maganman. Boshimdan shunday qiyinchilik o'tgan. O'shanda bir-birdan non ko'tarib kelganmisan deyman. Nima deya oladi mana bu senga savol? Deya olmaydi hech narsa. Shunday. Menga qara, senga yana bitta narsa aytaymi? Hech kimga aytmagan. Zek nimaga meni oldiga olib borganda bo'lsa? Sendan aktiv qilay, sendan bir balo qilay, u ham nima qilishini bilmaydi. Bitta gap aytaymi? Men Zekni oldiga borguncha Chinor Zekni efiriga kelganmi senga savol? Yo'q, kelmagan. Zekni kartasiga $2000 tashlab bergan. Zekka bir 600-700 gacha urib bergan. Shunday chiqib ketish kunimda men shundan keyin chopilib ketdim. Sherzod. Sen tushunmaysan bu narsalarni. Chinor pulni qaytarib oldi TikTokda hammasini. Chinor menga qara, u pul Chinor uchun xuyni bir kunda topib qo'yadi u pulni. Chinor TikTokda. Chinor bilan bir joyda osh yegan odamman men. Chinor TikTokdan pulini hammasini qaytarib oldi. Bilaman, bu Yaponiyami Xitoy orqali qaytarib olinadi bu pul. Qaytarib keldi pulni. Bilaman, o'sha joydan Yaponiya Xitoy orqali qaytarib olinadi bu pul. Bilaman. Qaytarib oldi. Qaytarib olgani bilan menga qara.
Qo'y shuni efirda gapirmay. Tushunmayapsan. Mayli, o'sha pul bir kunda topar, 10 kunda topar, 100 kunda topar. Qizig'i yo'q. Urdimi urdi. Senga o'xshagan nechta bittasini tikiladi, yordam qildi, malades. Lekin hozir o'sha katta akkauntidagi pulni hammasini qaytarib olib, bitta gul ham urolmaydi o'sha akkauntdan. Bo'ldi. Chinor TikTokdan pulni sinimat qilib oldi qaytarib. Foydasi silay qoldi, tamom. Ishlang bo'lmasin. Sizlarga deb gapirma, men bilib. Senga ham qancha Nima oldim? 300 ga uzog'i bilan 300 ga podarka olganman. Da qo'yordi senga men. Qo'yay, men nimaga oldingman sen? Men shundan keyin chopilib ketdim, tamom. Men u yog'iga safarga ketdim, u bu bo'ldi, bir chetda ko'rib kelganim qoldi, tamom. Ana u dalboyib bor-ku, Aziz ukasi Boburlar biladi, suyak xo'rlar. O'shalar xuyet qo'rdi, Sardor, men откровение aytaman. Men shu paytlar ham videolarda ham aytdim buni, o'sha payti ham. Biladi, naxu xuyet qilib, zekta oldiga bording, tudam deb biladi. Temali qilib tashashdi, biladi Sardor. O'sha pullarni nima qilgan, nima qo'ygan, hammasini omadini bersin. Men birovni pulini zanayotgan balamasman. Men pulimni o'zimga yetib toshib, ortib, bu temadan menda problema yo'q. Prosta sizlar yaxshi foydalanib ololmadilaring. Hech qaysalaring, hech qaysi. Sardor, meni ishim yo'q dedim. Men boshda, yo'q, to'g'ri. Men yegan oshimga tupuradigan bo'la emasman. To'g'ri, yedim. Bir davrada o'tirdim, mingdan ming roziman. Qaysi davlatda mehmon bo'ldinglar? Qayerga bordi? Qayerga bordi? Qo'y, gapirmay qo'yaveradi. Men aytaveraman, nima farqi bor? Rossiyaning 3-4 joyiga bordim, Sochilargacha bordim, Tailandga bordim mana. Hop, Tailandlarga borib kelding, Sochilarga borib kelding. Gandon o'shalarga borib kelgan payting chiroyli kontentlarni urib, qo'tag'miga kallang ishlamagandan keyin foydasi yo'q-da. Shu telefon buni zashtniki bilan uraymi seni yo mana bu tarafi bilan uraymi? Nima qilding mana? Bir 100 ming auditoriya to'pladingmi? Sardor, hozir tilim borda gapira olmayman. Ko'tingni qiz. Sherzod, mana senga erkecha savol. Bir 100 ming auditoriya to'pladingmi? Sardor. Kamerani ishlatmadimmi chiqib ketganimdan keyin? Dalbayapsan-da. Ishlashni lozim bo'lmadi. Nima uchun? Kamera video olmaylar dedimi? Ya. Rost kamera ishlamas ekan chetga chiqqandan keyin. Qo'tar. Telefonni kamerasiga bir-bir tushib qoldi. Nima qiladinglar? Bitta savolda erkecha menga ham interes. Nima qiladinglar onasiga hammalaring bir joyga to'plab olib, ko'tlaringiz sikadimi yig'ib nima qilasizlar? Nima qilaydi? Dalboyibmiz ham biz xohlagan ishimizni qilardik, xohlasak ko'chaga chiqib yeb ichardik, u qilardik, bu qilardik. Menda videolari bor. Qo'yim kelmadi. Bitta videolar oldim. Hech kim qarshi chiqmaydi senga. Do'stdan ko'p dushman jo'ra. Ular katta odamlar. Turgan joyingni ko'rsatolmaysan baribir. Ular katta odamlar. Sen tasavvuringdan ham katta odamlar. Onasini sikay, men o'zim uchun men o'zim katta odammanmi? Men o'zim uchun erkim o'zimda, erkim hamma narsa, любой narsa xohlasam Lamborghini haydayman, xohlasam Ferrari haydayman, xohlasam. Sardor, sen zo'r odamsan. Selena Gomez bilan. Mana bu pakanani sen boqqansana, shu pakani ham bilad, shu sturi ekan bilad. Qaysi pakana? Sizga yerga yaqin ko't bor-ku. Qaysi yerga yaqin ko't? Zohid. Shunday birinchi ko'rishyapmiz, qara. Toshkentda hoji, yerga yaqin Zohid, men ko'rishyapmiz, qara. Mana bu xon bor bilad. Xon bor. Ko'rishyapmiz. Zohid bilan shunday salmoqsan. Chap qulog'imga aytib, Sherzod omskalik dedi. Salom berish yo'q. Bu avvaldan olxo'rmi shunday? 50 ming so'mga omsikka ishonasan, 500 ming so'mga bitta yonimizdagi odam omsikdi. Zohid sumkasini ko'tarib bitta omchani shunday shipillab yonida yurib 2 soat bu yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tdi, shunday 50 mingga ko'ndirib chiqib chiqdi. Hoji ham shunday qildi. Tezir, hoji ham shunday qildi. Ko'zimning oldida Toshkentda gastnitsadamiz.
Hoji, men, Zohid, Xon shunday yuribmiz-da. Mard ekan shu taksist bor-ku, kambag'al mard bo'ladi baribir, to'g'rimi? 500 ming berdi, shunday sanab tas sikla chiqdi. Zohid sumkasini ko'tarib ketyapti-da u qiz. Yonida sumkangizni ko'tardi deb tashqariga chopib chiqyapti-da, yana olib qo'y debdi bo'ynay qizni. 50 ming so'm beryapti-da, ketayotgan. Zohidlarga ham omadini bersin. Meni hech qaysiga g'arazligim yo'q. Ular jalab o'ssin. Yo'q, meni ham g'arazligim yo'q. Просто bilat prekolniy holatda bo'ldi-da, shunga aytyapman. Sizlarni nima puqi yurganlaringni men hammasini bilaman. Qo'y, onasiz men u Sherzod. Men просто o'zaro ko'rishdik ko'changizda. Shunday holat prekolniy joyni aytyapman. Sherzod. Bitta ko'rishaylik, iltimos, Sardor legendasan. Bitta ko'rishaylik, seni ko'rish biz uchun shon va sharaf deb 6-7 oy, 1 yillab yalinib yurgan bachalar hammasi. Tushunyapsanmi? Zohidsan boqib yurgansan degan gaplar bor, shu gap rostmi? Hech komitedan deyapman. hech qaysini boqib yurmaganman. Hech qaysini qo'limdan kelgancha paddish. Aktiv bergan bo'lsang boqqan bo'lasan, значит. Endi paddishga qilganman, lekin unday ano emas. Echalab uyga nosib beryapsan, dalboy. Dalboy bu yer bu, qara. Bu sklad bu, yer bu, tuproq bu. Ko'ryapsan? Bila. Skalatlar bor. Uyimda men bunday so'kinib o'tira olmayman senga. Senga so'kkanim yo'q-ku-da. Uyimda efir qilsam so'kinib o'tira olmayman men. Bilat. Rossiyada nima? Menga qara, bu meni uyim emas, avvalambor. Men uyimga bormay qo'ydim ancha bo'ldi. Men shu xolamlar uyiga kelib qoldim. Aqirmay bormaysan uyingga. Bormayman. Nima qilasan uyingga bormay? Bir marta bordim, uxlolmadim. Uxlolmading? Sotib yuborib bo'lmasam uyni boshqa uy ol. Planim bor, ozgina pul kerak shunga. Mana uyim, bilasanmi, 1950-yilda qurilgan dom, 2 etaj dom, birinchi 2 etaj dom qurilgan shaharda. Arzonga ketadi u, baribir u yer uy olishim kerak. Boshqa uy olsam, men xohlaymanki, yer uy bo'lsa, qara. Necha kirding? 26 ga kiraman 3-avgust kuni. 26 ga kirasan. Men o'zimni birinchi uyimda olgan paytim necha yosh edim? Sen bilaman necha yoshligingni, hozir aytaman, 30 ga kirding sen. Yo'q, 26 98 man men. Bilaman, men 2 yosh katta ekansan, bilaman. Men 98-yilda 30 ga kirganim yo'q hali. 30 ga kirsam to'xtataman bu beqiliq ishlar. Qara. 2021-yil necha yosh bo'lganman men? 2019-yilda mashina olganman, Nexia olganman. Bilaman, sen nima qilganlaringni, qayerdan paydo bo'lganingni hammasini bilaman. Sardor TikTok paydo bo'lgan paytda men TikTokda kuzatuvchi bo'lib, mana yaqinda TikTokda efir ochishni boshlaganman. 2019-yilda mashina olganman. U payt necha yosh bo'lgan bo'lsam, galab. 20 yosh bo'lganman. Necha yosh bo'lganman? 20 yosh, 21 yoshda mashina olganman o'zim. 22 yoshda, 23 yoshda o'zim uy olganman, birinchi uyimda olganman. 24 yoshimda, menga qara, 3-avgust, men senga pasportimni tashiyman, 3-avgust kuni tug'ilgan kunimda Gosimga kelib ketasan, yaxshimi? Va'da ber. 3-avgust kunimi? Ha. Nasib. Xohlasang pasportimni shunday tashiyman. Nasib, Xudo xolasa yashab tursan kelib ketasan, yaxshimi? Xudo xolasa, nasib bo'lsin. Kelamiz. Telegraming tashab qo'y menga, Sardor. Telefon qilmayman. Telegram yozolmayman, to'g'risi. Men faqat shu TikTokda onlayn, Instagramda onlayn, tamom. Bo'ldi, 3-avgust kuni kelmasang, ko'tsan. Bo'ldi, yozib qo'ysang kelaman, nasib bo'lsa. Badili chiqsang kelaman. Demoqchiman, Sherzod jalab, bir nima ol, bir nimaga erish deyapman. Men ziyoningni gapirmayapman, brachka. To'g'ri aytyapsan, Sardor. Biron nima
ol, bu turish yurish bo'lmaydi. Uylanayotgan payting keldi, bu turish bironta qiz tegmaydi. Hozir oldingidek sevgi, muhabbatga tegayotgan qizlar yo'q, onangizga. Nima ish qilasan deydi birdan. Qizig'i yo'q, qancha pul topasan deydi. Kimligingga qiziqmaydi. Chiroyli bo'lamisan, oyog'ing qiyshiqmi, nogironlar aravachasida o'tirasanmi, qizig'i yo'q. Qancha pul topasan deydi. Agar pulim yo'q, unday krasavchik bo'la olmaysan, birontasi senga tegmaydi. Xafa bo'lma. Agar o'zga puling bo'lsin, oyoq qo'ling bo'lmasa ham tegadi, javob beraman. To'g'ri. Sharoiting bo'lsin, puling bo'lsin, uying bo'lsin, ishing bo'lsin, mashinang bo'lsin, tegadi. Liboy tegadi. Oyoq qo'ling uzilib ketgan, qo'tag'ing kesilib ketgan bo'lsa ham tegadi. Sherzod, evolyutsiya davriga keldik, jo'ra. Soqqani qilish kerak, ishni qilish kerak, uyni qilish kerak, sharoitni qilish kerak, mashina, ish, o'ttirib bir biznes, mayda-chuyda qilib qo'yish kerak, tamom. Yurma bunday, kuning o'tyapti, pedaras, kuning o'tyapti. Bir jalab onasini evsin bilan O'zbekistonda bo'lganimda edi, jalab men seni oldimga tortib, chaqirib, bir kallangga bir 10 taqitak boraman seni oldingga. Bu yoqda возможность kam, Sherzod. Bu yoqda возможность kam. Nahoy kerak menga возможность sizgamanmi? Tushunmayapsan. Seni oldingda yurganlar menga qara, aktiv yig'olmay yuribdi. Menda bitta bir darvesh devona kerak-da. Men borku bilan pizdes skip tashlayman. Aktiv yig'ishda. Sardor taqitak men 100 ta odam o'tiradigan qilib qo'yaman efirimda-da, просто tak. Lekin Sardor, ishonasan, menda bir devona kerak-da senga. Sherzod, qara, gapimni eshit. Bu yoqda menda возможность kam. Baribir nima bo'lganda ham o'zimni uyim, o'zimni vatanim, o'zimni territoriyam emas, begona davlat. Qayt bilad, zoybolsan, butun xalq kutyapti seni qaytishingga. Qayt bilad. Bilaman, qaytsang yozuvchi yana bo'ladi. Hozir seni ahvoling yaxshilashdi, men bilishim bo'yicha. Lekin qaytsang bilaman, sen o'ylaysan yana bir odamga tosh otilaveradi. Bir otilgan tosh 1000 marta otiladi. Sen zaybal bo'lgansan yozuvchi zo'dan. Ya men charchaganman unasini hepsi. Men zaybal bo'lganman. Men halovat topdim Dubayda. To'g'risini aytaman, Dubayda nima topding desa, Dubayda men halovat topdim deyman. Xohlaganimda uxlayman, xohlaganimda turaman. Uyimda oldida uchastkavoy kelmaydi. Zaybal bo'lganman to'g'risi. Bo'g'ilib ketganman. Men senga yozgan gapimga javob qaytarganingni bilasan. Men aytdim, bir hafta Dubayga borib kelay, onasini yemsan dedim, men ham bir miyamdan olib kelsan, onasini siskay dedim. Sen aytayapman-ki, dam olgan paytim chaqiraman. Hozir meni 1 oy qattiq meni vazifam turibdi oldimdan. Bitta ish qilishim kerak, keyin aytaman. Qara, men ham 1 oy qattiq mehnat qilaman, qarab tur, sen bilan birgalikda. Biznesini chiqaraman, Aligada yuraman, qarab tur. Gazini bos. Ertadan. Gazini bos. Ertadan batilni bos. Qarsillatib batilni tashla. Uxlamasam uxlamayman, kuyurchoq taqib bo'lsa ham ko'zimga Aligaga o'taman, qarab tur. Senga screenshotini tashib qo'yaman. Bunday qara. Soat 9larda hamma ishdan keladi. Kechki 9. Kechki 9larda hamma ishdan keladi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi, rizq Allohdan deganda efirda ochganda soat 9dan 12gacha, 11gacha o'sha o'rtalig'ida qarsillatib batilingni qildi, ko'tingni qisib, uyquchani urib qolgan payt damda olib kallani joyiga qo'yib, ertasi kuni mana shu rejimga o'tib ol. Har kuni 2 soat qilmoqchisan-da. 2 soat, 3 soat. Bo'ldi, boshqa vaqt kerak emas hamda. Kimday dalg'oqda o'tirish kerak emas. Charchab qolasan. O'zing ham charchab qolasan. Sen tomosha qilgan odamga ham nimadir berib turmasang, bular ham zerikadi. Tushundingmi? 24 soat prямой efir qila olmaysan, charchaysan. Prямой efirda biz uning uchun buni tema qilishing kerak, uni tema qilishing kerak, uni gapirishing kerak, u narsa kerak emas senga. Videoni qo'y, ishni qil, tars batilingni och, ishni qil, qarsillat, gazini bos, ashar rejimga o'tib olib 1 oygina ish qilsang, ashar rejimga tushib olasan. Tushunding? Ishni qil, soqqani qil, ishni qil, pulni qil, uyni qil, ottirdingmi, ichima onasini yemsan, ichima Sherzod, ichima eng yomon katta dushman odamga aroq. Men onasini sizga shunaqa udar yeganman, shunaqa
amim chiqqan onasini sikkan. Men shunaqa ichganman Sherzod. Men bu aroqlarni borku oxirgi darajasigacha ichganman. Bir o'lib tirilganman. İçime o'ziga sikay borku, bo'lmaydi ichkili. Hozir ham ichasan, lekin har zamon bir, ha? Pivo ichaman. Har zamonda bir zaman pivo ichaman, mayda chuyda pivo, meva ichaman. Ko'rdingmi, seni xarakteringni bilaman, Sardor. Ichaman. Ichmayman emas, pivo, meva ichaman. U dam olganda ichaman. Sherzod endi menga yarashadi, do'stim. Menga hamma narsa yarashadi. 80 tamni olib kelib siksang ham yarashaveradi senga, bilan. Demoqchiman, Sherzodjon, endi yarashadi. O'zol ishimni qilib qo'yganman, oilam tinch, ota-onamgacha mashina, uy-joy, ukalarimgacha qilib qo'yganman, o'qishlar kirgizib qo'yganman. Ikkalasi ham yaxshi, ikkalasi ham ikkita ukam bor. Bittasi 2005-yil Toshkentda Yurdiskida o'qiydi. Uylar olib berib qo'yganman. Kichkina ukam hoji. Xudoga shukr. Nima meni g'amim qolgan? Bo'ldi, meni bitta tashvishim qachondir uylanishim bo'ldi. Menga yarashaveradi. Puldan muammo yo'q. Ochiqchasiga aytaymi, Sardor sendan 4 yosh kichkina ekanman, men senga aldov bo'lmasin. 4 yosh kichkina bo'lasanmi, necha yosh kichkina bo'lasanmi, harakatingni qil, jigar. Harakatingni qil, ukajon. Qaranglar, ekran zapis qilinglar. Men shu bugundan boshlab Sardor meni ustozim bo'ladi. Sardor meni o'g'lim bo'ladi. Sardor, mendan biron nima tushunmasang so'ra, men senga ozroqgina tushuntiraman, o'zingdan qarab ketasan, shu narsadan yiqilmaysan, kam bo'lmaysan. Tushundingmi? Qara, bitta narsa aytaman, qara. Aktivni danatga qurma. Ana shu narsa eng yomon narsa. Mana bugun battle o'ynadim. Tomosha qilgan bo'lsang, ko'rgan bo'lsang yo ko'rganlardan so'ragan bo'lsang, danat degan narsadan D harfi yo'q. Primoyimda jalab 18 ming odam o'tiribdi. Chustvet qilyapsanmi? Danat yo'q. Danat keyin kelib boshladi. Danatga qurma, danat bir kun bo'lar, bir kun bo'lmaydi. Danat abadiy narsa emas. Tushundingmi? Aktivni o'zing shunaqa darajada o'zing qilib olgan, o'zing shart o'ynaysanmi, jinnilik qilasanmi, qo'taq qilasanmi, boshqa qilasanmi, aktivni qilib olgan. Danat abadiy emas. Danat bo'lmasa aktiving bo'lmasa, danat bo'lganda aktiv bo'lib, danat bo'lmaganda aktiving bo'lmasa, Siroj bilan Azizga o'xshab qolasan. Ikkalasini ahvolini qara, 300 ta odam bilan Siroj 18 ta odam bilan o'tiribdi shu kuni kechsa. Mana danatga qurilgan aktiv qanday bo'ladi? Danat bo'lmasa 10 narsani ham kirib ketadi. Qulab ketadi orangizga. O'pirilib ketadi, tushunyapsanmi? Rost gap gapiraman. Aktivni danatga qurma. Danat bo'lmasa ham jalab o'tirsin senda 1000 ta odam. O'zingni tomosha qilib o'tirsin, o'zingni ko'rsin, o'zingda nimadir bo'lsin, tushundingmi? Odamlar senga mana sovg'ani ko'rgani kelmasin, sovg'a ham bo'lsin, danat ham bo'lsin. Lekin o'sha danatga suyanib qolma demoqchiman, tushundingmi? Mana Chinor kirib hammalaringni ko'tardi. Misol seni ham ko'tardi, tan ol, boshqani ham ko'tardi. Mana nechta bittasini aktiv o'ngladi misolda. Mana hozir Chinor yo'q, 4 ta odam bilan bir-birini yeb o'tiribdi hammasi. Shunday. Yolg'on bo'lsa ayt mana, yolg'on bo'lsa ayt. To'ppa-to'g'ri. Telefonimni ko'tarmayapti Chinor. WhatsAppdan yozyapman, endi bizga ham po'xo'y ketdim deb aytdi. Unga janjal, mojaro, onasini sikayman, hayron. Pusto hayratda menga urmagan payti 3 oylab bularga urdi. Menga urmay qo'ydi. Mendan keyin 3 oylab ham ta'minlab yurdi. Nechtadir davlatga olib borib berdi shu 3 oyda ichida. Men damimni chiqargan joyim bo'lmadi. Bundan keyin ham damimni chiqarmayman, chunki menga должен emas-ku bilet. Meni Xudo saqlasin u kunlardan, Xudo saqlasin. Endi o'zimizda gap hech kim eshitmasin, bilajalab eshitayotganim dahoy odam bor ekan. Men hali ko'tlikni cho'qqisiga chiqmaganman. Men Xudo saqlasin agar bir boyagidek ko'tlik qilishga majbur qilinayotgan vaziyatga tushib qolsam, shunaqa ko'tlik qilaman, mana ko'rib o'tirgan ko'tliklaring ko'tlik emas uni oldida. 10 narsani ham tiqib taylayman, TikTok'ini ham, PikTok'ini ham. Menga pampirapan qiziq emas. O'rasga qizil, yashil ko'rinmaydi. Shunaqa ko'tlik qilaman jalab. Butun dunyoni lentasidan chiqib kelaveraman. Men hali ochilmagan ko'zirlarim shunday turibdi, kartalarni terib qo'yganman. Menga qara, TikTok sendan shart o'g'irlaydi-da.
Seni miyangga qayerdan keladi shu shartlar? Uxlagan paytim uni sizga tushimga kiradi hamma shartlar. Yo'q, shunga xuyut qilamanda, rostdan odamlar Ves TikTok Sardor sendan shart o'g'irlagan boshdan beri. Endi boshdasan da misol uchun. Men boshlaganman shartda o'ynashni Chingiz bilan men boshlaganman. Amini chiqarib o'rganman. Ha. Undan keyin ajralib ketib ading o'zing legenda bo'lib ketganingdan keyin sen yangi shartlar chiqarib boshlading-ku. Har bir yangi shartlar bir interesni bo'lib ketadi. Yo'q, ochiqcha sizga aytyapman. Ha, mana yana ko'zirlar bor deyapsan-ku, menga xuyet qilyapman. Bu qayerdan keladi bu miyaga? Ya bu shartlar keladi, bilmayman qayerdan keladi. Shu o'ynayotgan paytim keladi o'zi. O'ynayotgan paytim kelib qoladi, tepadan kelib qoladi qayerdan. Lekin ishlatmaganman, hali ishlatmaganman. Dahoya ko'zirlar qo'lda turibdi. Men agar o'sha ko'tlik qilish kerak bo'layotgan darajaga kelib qolsa, hali yana bir 5 yilda ko'tlik qilishga aqlim yetadi, to'g'risi. 1-2 emas, 5 yilda yana ko'tlik qilishga kuchim yetadi, to'g'risi. Meni ham bir 7-8 yilcha uylanish niyatim yo'qda, 7-8 yilcha TikTokda yuradigan odamman men, kamida. Nasib agar yashab tursak, agar yashab tursak. O'ram bor, ertangi kunimizga garantiya yo'q. 7-8 yilcha faoliyat yuritish niyatim bor. U 7-8 yil ichida nima bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Bo'ladigani bo'ladi, bo'lmasa 7-8 yil ichida ham qo'taq bugundan battar bo'lib ketaveradi bo'lsa. Bo'la, yaxshi niyat qilsang. Lekin sendagi sen bilgan narsalarni bir 3 dan birini bilsam menga yetadi shu. To'g'risi, men o'zim taxminim bo'yicha baribir TikTok yaralgandan bir ozgina vaqt o'tibsan paydo bo'lgansan. Birma-bir zabt etib o'tib kelavergansan. O'ziga yarasha emas bu. O'sha paytda sultonlarni ham olib o'tib ketding, Avezovlarni ham olib o'tib ketding. Chingiz bilan o'ynading. To'g'risi, Chingiz hozir qaytgan 1000 qaytaversin, foydasi yo'q. Sen olding tenglasha olmaydi. Endi ustozing bo'lgan taqdirda ham. Eng kuchlisi Chingizdan kuchlisi yo'q. Hozir ham xohlasa ska, hozir ham xohlasa men Destinni bilaman u balani, o'zi xohlamayapti. Agar hozir ham o'zi xohlab, o'zi davay deb, o'zi gaz berib, 1 yil to'xtamayman deb harakat qilsa, Chingizda olib tushayotgani yo'q hozir. 1 yil borda orada, tushunyapsan? O'sha 1 yil. Chingizda hozir prosta o'zi xohlamayapti. O'zi xohlamagandan keyin iloji yo'q. U kuchli, Destinli kuchli. U men yaqinlasha olmayman uni oldiga. Agar to'g'ri bu gapingga qo'shilaman, agar 1 yil bo'lsa bitta ikkita raund bilan bo'ladi degan ish emas demoqchi edim men. 1 yil davay to'xtatmayman desa, uni oldiga men boshqa ham hech kim tusha olmaydi uni oldiga. Bezot. Chingiz juda kuchli. Uni dunyo qarashi, uni boshqacha, TikTokka ham boshqacha, u hayotda ham boshqacha, uni dunyo qarashi, kechinmasi, uni yuragidagi narsalar o'ta, uni miyasi juda uncha-muncha donishmanda, uncha-muncha ilmli insonda yo'q uni miyasi, rostdan. Chunki bilasan, uni yo'qotadigan narsasi-yu. U prosta qo'rqib qoldi-da, kimdirlar borib oldiga yomonlik qildi-ku. Chingizni ham, meni ham yo'qotadigan narsam. Menda ham yo'qotadigan narsa. Chingizda bitta o'ziga mendan bir 5 tasini shunday qo'yib qo'ysang, gap bilan yengib bo'lmaydi. Chingizni gap bilan yengib 5 ta mendan bitta Chingiz kuchli. Gap bo'yicha ham, boshqa tomonlama ham Destin kuchli. Tan berish kerak kuchli. Zo'r deyish kerak. Gapga o'qigan, haqiqatan ham men ham ko'p gaplarni o'rganganman. Men ham ko'p narsa. Qara, men hech kimga beraymi, o'zingga beraymi bu savolni dedim TikTok bo'yicha. O'zingga berib qo'yaver bu savolni. Va savol gapirib qo'ldan kelsa aytaman. Qara, men kitobni yuritaymi, o'zim ishlayapman. Bitta obraz yo'q. Bitta obraz. Mana misol kinoda ham bir qarasang Shohruxxon
sevgi muhabbat kinosida o'ynaydi. Bir qarasang jalab otishma kinoda o'ynaydi. Bir qarasa vampir kinoda o'ynaydi. Bir qarasa urush kinoda o'ynaydi. Bo'ldi, tushundim sen. Shundaymi? Bitta obraz yoqib ol. Bitta obrazcha yoqib ol. Sen bilan jalab buni hayotingda Sherzod hech kimga qiziq emas. Sen mana obrazdagi tentak yo ahmoq yo bir garang yo bir ko'tni yoqib ol, tamom. Tamam, bo'ldi. O'sha bir narsani yoqib ol, o'sha bilan ketaver. O'sha bilan harakat qilib, asta-asta, sekin-sekin Sherzod biza TikTokka kirgan paytimiz TikTokda mana ko't bo'lib VPN tushgandan keyin VPN bo'ldi O'zbekistonda ham, Rossiyada ham. VPN yongandan keyin TikTokda hech kim kirib video ham tomosha qilmay qo'ygan. Hech kim kirib battle ham ko'rmay qo'ygan. Biza Chingiz bilan battle boshlagan paytimiz Chingizda 700 ta, 800 ta, 1000 ta odam o'tiraychidi, menda 50 ta, 60 ta, 100 ta odam o'tiraychidi Sherzod. Rostdan. Keyin asta-asta videolarimiz tarqalib, odamlar TikTokka tomosha qilish, yoqda bir garronglar bor ekan, yoqda bir dalbayoblar bor ekan deb VPN bo'lsa ham skachat qilib, odamlar kirib kelishni boshladi. O'rtada 1 yil o'tgandan keyin 5000 taga 5000 ta, 10000 taga 10000 ta, 20000 taga 20000 ta odam o'tirayotgan bo'lib, keyin odam ko'payib ketdi TikTokda. TikTokda odam umuman yo'q edi. Xohlasang ham yo'q edi, tushunyapsanmi? Danat ko'mayli. Odam yo'q edi jalab. Bitta onangizki, bitta dona sher kelib qolsa prямой efirda. Tushunasanmi? Qara eshit. Bir haftadami, bir 2 haftadami bitta dona sher kelaydi, streamda shuncha o'tirsak ham, ana shu sherni odamlar yozib yuraychidi, odamlarning efiriga borib, Sardorga bugun bitta sher keldi. Chingizga bugun 2 ta sher keldi. Chingiz bugun sher oldi. Chingiz yotib sher oldi. Chingiz paloncha vaqtda sher oldi deb bir haftalar odamlar ana sherni yozib yuraychidi, tushunasanmi? Hozir 1 sekund chaqonlar keldi. Shunday quvvorib, 1 sekund. Ko'p. Ahol qo'taq edim seni uyingda, ya talpayib. Uyumas-ku bu. Chala. Nimalarni ko'rmadik, onasini hamsin. Xudoga shukr deyman, xudoga shukr. Agar davno odamlarning gapiga kirib to'xtaganimda bilmayman, bir ko't bo'laydimmi, bir alkash bo'laydimmi, yo'ni sizga qora mehnat qilib invalid bo'lib o'lib ketaydim-mi? Omlarim deb ketaydim. Xudoga shukrlar qilaman. Mana shu kunlarga yetib kelganlarimga shukrlar qilaman. Ozmi ko'pmi yaxshi yashayapman. Xudoga shukr. Hech kimdan kam emasmiz. Bir-biridan nonimiz bor, qornimiz to'q, uyimiz bor. Xudoga ming g'alla shukr qilaman. Har doim shukr qilaman. Menga qara, men qumdaman hozir, uyimda emasman. Qayerdasan? Qumdaman. Qoraqalpoqning nimasida, chetida. Qoraqalpoqdamisan? Ha, biladi, onang. Demoqchiman, Sherzod, chida, hamma narsaga, odamlarning gapiga e'tibor berma. Mana bu yerda ko'rolmayotgan odam ko'p. Luboyni ichi og'riydi, qaraydi. Men deydi jalab 1 oy deydi skilib ishlayman, 4 million oylik olaman. Bu gandon deydi bitta efir ochadi, jalab $8000 pul topayapti deydi. 2 soatda deydi Luboyni ichi og'riydi Sherzod. To'g'risi. Mana havas qilayotgan odamdan ko'ra hasad qilayotgan odam ko'p. Havas qilayotgan odam bor, yo'q emas, lekin men bilaman Lubobcham manaman degan u odamlar-ku mayli, jalab streamerlarda ham ichi og'riydi. Va shu efir ochayotganlarda ham ichi og'riydi. Qaraydi, men deydi jalab 24 soat premyoda o'tiraman, $100 pul topaman, bu gandon jalab 2 soat efir ochadi. $8000, $7000, $5000 pul topib ketyapti deb ichi og'riydi. Og'riydi. Rostdan og'riydi. U og'riydi. Qo'ylar og'riydi. Hasad qiladi Lubbo odam hasad qiladi. Lubbo odam hasad qiladi. Hamma emas, ko'pi 90% hasad qiladi. Sardor, men senga havas qilaman. Men ochiqchasiga aytmoqchiman, men senga shu paytgacha aytmaganman, shu gapni senga havas qilaman. Hasad. Qilmayman. Men omadingni bersin demoqchiman. Ko'p hasad qiladi, to'g'risida. Endi misol rostdan bitta narsa aytaman. Sherzod battle o'ynayman, har doim azartda o'ynolmayapman. O'ynayman 1-2 soat, 3 soat azart o'ynagan o'yinlarimda YouTube'dan kiraman, YouTube'da chiqaygan, o'rganib oldim. Kiraman, chalib battle tugaganda kirib qo'yib, kayf
qilib 2 soat, 3 soat maza qilib kino ko'rganda tomosha qilaman. Menda demoqchiman, menda battle o'ynayotgan odam bo'lsa, qizini sizga 24 soat yotib olib tomosha qiladi. Sherzod onasiga manaman degan odamda borki, dardini unuttirib yoraman. Shunda ishi esidan chiqib ketadi. Nima qilayotgan ishi esidan chiqib ketadi. Butun azada bo'lsa motamda o'tirgan odamni ham kuldirib yuboraman-da, to'g'risi Sherzod. Bir nimadir bo'lish kerak edi odamda. Nimadir. Sardor menga qara. To'g'ri. Aytyapsan. Men 2 hafta bilaman, menga qara. Men 2 hafta bilaman, men o'zimga qo'yib ber 2 hafta. Agar 2 haftaning ichida mening filmdan natija bo'lmasa, vobshe ulaman. 2 haftadan keyin agar menda natija bo'lsa, ikkitalik o'yinga ulab ko'r. Meni gapim senga, agar desang. O'layman, bez problem tortaman, mayli katta. Yo'q, natija bo'lmasa ulamay qo'yaver deyapman. Natija qila olsam, bular ozgina bo'lsa. O'layman. Xudo xolisa o'layman, yordam qilaman. Nasib bo'lsa, yordam qilaman. Men aytmoqchiman, O'zbekistonda bo'lganda vazmoshtum bo'ladi. Chaqirib bir hafta, 5 kun oldimda yursang, o'zi asta tushib olading kontrolga. Asta tushib olading, hammasi joy-joyiga tushib. Mana atrofingda yurgan odamlarning hammasi bilan bir dasturxonda non tuz yedim. Men Sherzod, ana shu nonko'rlik qilganlarga, boyagi yomonlik qilganlarga ko'nglimga olmaganman. Sababi o'shalarda ham yaxshi bo'lishini xohlaganman. Mensiz ham yaxshi bo'layotgan bo'lsa, yaxshi bo'lsin deb qo'yapman. Tamom. Yomonligim yo'q. Agar qo'lingga siltavor. Menga agar uka desang, qara, men seni ukangman. Endi ukang sifatida yoshim kichkina. Qo'lingga siltavor. Umuman indamay qo'y, yana bir bu borishda ketaversang borki, xo'tag'am 1-2 bo'lmay ketadi. O'zi 1-2 bo'lmaydi demoqchiman. Prosta ko'nglim og'ridi, bitta ikkitasidan og'ridi, lekin unda ko'nglimga olib, qarg'ab, bilad, bunday bo'lib ketsin, yomon bo'lib ketsin deganim yo'q hali hech qaysiga. Hech qaysiga unda deganim yo'q, to'g'risi. Men hali Xudo xolasa katta proyektlarim bor. Zo'r proyektlarim bor. Qilaman. Inshaalloh asta Alloh umr bergan bo'lsa, sekin xalqqa foydali, chiroyli proyektlar qilaman. Erta bilaman, по-любому jalab bu yerda men abadiy emasman. Короче, qachondir to'xtatganimdan keyin ham odamlar 50% yomon ko'rib, gandon edi deb eslasa, 50% bola yaxshi bola, dahoy odamga yordam teggan degan gapni eslab yurishini xohlayman men odamlarni. Sen ketsang bilad. Men ketsam qaytib kelmayman. Itti bo'lay, ketdim deb, ketdimmi qaytib kelmayman. Shu kuni oxirgi kun bo'lar, men ketdim dedimmi, bo'ldi o'sha kuni. Men qaytib bu yerda qoramda ham ko'rsatmayman, kirib tomosha ham qilmayman, kirib listat ham qilmayman, mana shu yerdan shunday chiqaman, ketaman. Sen ketgan Arzlik ketaman. O'zbek O'rta Osiyo auditoriyasidan ko'p odam TikTokda o'chirib yuboradi. Chiqib ketadi. Hozir sen mening efirimdan chiqib ketsang, bilasanmi, 8 ta odam qoladi mening efirimdan. Nimaga desang? O'zi prямой efir qilmayman, вообще. Prямой efir qilmayman, qarayman, bunday lentani aylantiraman. TikTokda shunday hamma sutlashib bo'ladi. Polni sutlashib bo'ladi ko'pchilik. E'tibor beraman. 100 ta odam o'tirayotganda 50 ta odam o'tirib qoladi. O'sha odamlar kirmay qo'yadi TikTokka. Men kirsam kiradi. Bu 20 mingta odam. 20 ming odamni kamayib ketadi efir ochib o'tirgan odam. Bilaman, 20 mingta odam qayerdan paydo bo'ladi o'ylaysan? U odam yo'q-ku mana, onasizga. Men qara, halolab aytay, yana bitta gapni. Gando yana efir ochibdi deganda biladi, sen durust ham desanki, shunday qarayman-da, Gando yana efir ochibdi deb efirni o'zim o'chirib qo'yaman. Sen efir olsang, chunki biladi, xotag'am non yo'q. Men o'zi taqitak kirmay qo'ydim biladi. Taqitak kirmay qo'ydim. Bu Gando yana efir ochibdi deb so'kib qo'yaman sen. Savolni javobini topa olmayman-da. Prямой efir ochgan payti 20 mingta, 25 mingta bir xil payti ko'rding, 97 mingtagacha ko'tarildi odam. Ashu odamlar qayerdan keladi? Qo'yiznoy, men bilmayman agar ular agar bilmayman. O'sha qara, men yuragim o'shab qolaman agar meni efirimda
2000 ta odam o'tirsa men borku. Shunda o'ylanib qolaman, bilyaptingmi? O'ngga chapga qarab qolaman. Men mingtagacha ko'tarib ko'rdim o'zim. To'g'risi, chunki o'sha payti men sikilib, shart bajarib, mana shu terilarimni mana kesib endi futbolga mechmay o'sha payti ko'tarib ko'rdim, xolos, bilet. Agar 97 ta odam o'tirsa, mana bir reanimatsiyadan chiqib ketsalar kerak. To'g'risi. Ya o'sha qayerdan keladi o'sha odam? Men hayron qolaman. Simbolic VPN bilan qara biladi O'zbekistonda. Qozog'istonda VPN siz, boshqa joyda VPN siz, Turkiyada VPN siz. Ularda kelishi odatiy holat bo'lishi mumkin agar sanchalik zvezda bo'lsa, lekin VPN ni skachat qilib olib TikTokka kirishi xuyna hech Ya, qani mana hozir prямой efir ochishimdan oldin ham, ochmasam ham, ochsam ham, misol 100 ta streamda o'tirgan TikTokerlarni yig'sa, mana bunaqa qilsa, qiz bilan, o'g'il bilan hammasini odamini qo'shsam 20 ming ta odam bo'lmaydi-da. Men ko'rib chiqaman. Bunday aylantirib chiqaman. Zamira stabilni 800 ta odam bilan o'tiradi. Dina stabilni 400 ta odam bilan o'tiradi. Zo'rlarini aytaman. Yana paloncha o'tiradi 200 ta odam bilan, misol. U 20 ming ta odam onasini emsa qayerdan kelyapti o'sha odam? Men hayron qolaman. Mana savol. Sherzod qayerdan kelishi mumkin? Men bilmayman shuni. Haligacha savolni javobini topolmayman. Qayerdan keladi o'sha? Qayerdan? Men senga bitta savol beraman. Videolar kiradi, sening yoningga o'tiradi, ikkinchi telefonidan kuzatib o'tiradi. Kim podarka ko'rgan bo'lsa, lichkasiga yozadi. Lekin men yaqinda oldim telefonni. Ishonasan, shu paytgacha na podelitsiya qilganman, nima qilganman. Chunki podelitsiya qiladigan odamim yo'q zotan. Lekin men ko'rganman, shunday hamma videoshi bilan ko'rishib chiqdimki, viloyat aylanib chiqdim. Efir qilgan paytda na zekda ham yonida o'tirdim. Ikkinchi telefonidan shunday regirovka qilib o'tiradi har bir efirda. Men uni qaramayman onasini sizga. Pishik kech telefon. Urdi. Falonchi urdi. Davay podpiska bosish kerak bunga, ha? Nechta videoshi bilan ko'rib chiqdim, viloyat. Buni lichkasiga. Aka, assalomu alaykum. Men falonchiman. Ikkinchi telefonni aytmasam ham bilasan, ko'rgansan bu narsalarni. Mana shu telefonimda sim karta yo'q. Mana. Men bu telefonni podarka qilishdi menga. Ikkinchi telefondan men faqat ana o'qlaman. Nima edi? Muzika qo'yaman. Muzika qo'yish uchun ishlataman, tamom. Boshqa emas. Bobo degani bor Buxorodan. Taniysan? Bilaman. Zekda donatri. Ashu brat nimadir ishim bor deb lichkamga yozyapti. Chaqirayqa, nima gap bor ekan, gaplashaylikchi. Menga ham donat qilgan. Bir marta telefon urib bergan. Menga ham she'r urgan, bir ikki marta she'r. Menga telefon urib bergan lekin, xolos, tamom. Ya zo'r odam, bir ikki marta so'kkanman uni. Kelaylik ham. Pidarazligim. Men ham men nosga pulim qolmagan, karakas. Menga ham bitta narsa kelmasmikan? Men kartani taylab qo'ygan, donjarab pul taylab qo'yaman, qo'ttag'im ya. O'zimni og'am meni. Hech lampani quchoqlasam bo'larmikan? Joning sog' bo'lsin. Valalar. Noslarga kuning qolmasin. Nos so'rab chekadigan darajaga kelib qolgan. Sherzod eti bo'lay, bitta narsa aytaman. Bugun jalab $5,000 pul topgan bo'lsam, $2,500 pul so'ragan odamlarga taylayveraman. Taq qo'y odamga pul taylayveraman. Cheklarni ko'rsam, jinni bo'lasan. Kim edi bular? Bularga nima uchun pul taylagansan deysan. Bo'ldi og'a. Men seni sekretaringman, hisob kitob qilib beraman, tashagan pulingni. Yozib chizib beraman. Bitta daftar berib qo'ysang bo'ldi. Bo'ldi. Menga ish topildi, ey. Men sekretarman endi. Sekretar degan qiz bola emasmi? Yo'q, sekretarka qiz bola. Sekretarka qiz bola. Sekretar degan qiz bola emas. O'shagina senga pul to'lab bergan kunimni men tashlab berding menga. Joning sog'. Ash kunim 20 millionda pul tashlab yubordim bir. Mana seni tashlab bergan pulingga nimasi? Qara, buni nasotkasi ham bor, do'stim. Qara, bekorga ketmadi u. Buni qara, paket bu. Bu konditsionerda sovuq suv sepib turadigan, ustiga kiyiladigan narsasi ham bor. Uni endi uzoqroqda turib topib kelsan. Paket olib keldim. Bu masvit ventilatorda oldimmi? Bu ventilator ustiga kiygiziladigan nasotkani tushunasanmi? Ruscha tushunasan?
Ha, ustiga kiygiziladigan Ha, narsa. ustiga kiygizasan, suv sepib turadi, sovuqlatadigan narsasi ham bor. Bu 670 ming so'mga oldim shuni. Kelishib 800 ming so'm dedi. Qayt qilib. Ustiga kiygiziladigan narsasi u uyda turibdi. Ha, omadingni bersin. Omadingni bersin. Bitta bilat Qashqadaryoda yashay olasanmikan? Qashqadaryoda yashaysanmi? Farqi zo'r nima desang shu. Sen gapirsang biz uchun qonun. Bu bitta tilboq so'raydi. Bir qiynalgan bir odamga uyimni shunday berib qo'ydim. Bitta uyim agar bo'sh bo'lsa shunday aytaman. Efirda ham pizzas qilaman, lekin borki mana bu yerda ham biladi o'zi yuzim yorug' bo'lmayapti. Meni uylarim bo'sh yotibdi, Sherzod, hech kim yo'q. Shu bittasini menga battle uchun bersang-da bilab pizzasini chiqarib battle qilsam bo'lmaydimi? Qiziqib uyda olib tayyorlaverganman, bilan nimasini hamson. Qo'rq bekordan bekorga shunday berib qo'yganman, odamlar yashab yotibdi. Duo qilib qo'ysa bo'ldi deganman. Qara, men duo qilaman, qo'limni ochib, qara, o'sha joyda battle qilay. Mana misol uchun qarindoshingning uyida qilganingda men o'zim uyimda qila olmayman. O'zim uyim bo'sh turibdi. Sababini aytdim men senga. Ishonmasang, dubo bitta odaming yuborsang ham ko'rasan, meni uyim bor, qila olmayman, kira olmayman u uyga. Dokumentida ham muammo bor. Sotmoqchi bo'lib harakat qilib ko'rdim. Dokumentida muammo bor, chunki otamning otasining nomida qolib ketgan. Uni hal qilishim kerak. U sal boshor. O'shandan keyin boshqa uyga ko'rsam gap yo'q edi. Ukamni nomiga o'tkazmoqchiman o'sha uyda, kichkinaga. Otam menga deb aytib yurardi, postoyanniy 3 ta ukamning ichida men ukamga bermoqchiman shu. Yo'q, menga uying kerak emas, просто battle времени. Ya, demoqchiman, hozir ancha bo'ldi u temada gaplashmaganimga. Bitta 5 xonali domim bor shaharda. Ashyoqda bir nogiron oila bor edi. O'shani qo'yib qo'yganman. Gaz passivit pevitlarni to'lab, akkuratligida yashaylar. Pullaring kerak emas, kvartira deb berib qo'yganman. Agar yashayotgan bo'lsa, yo'q. Agar yashamayotgan bo'lsa, uy olgan bo'lsa, bekor yotgan bo'lsa, borib turib o'sha yoqdan yashasang bo'ladi. Aytaman. Ko'rashim kerak edi. Bo'ldi, ko'r. Bu yog'i sen nimang? Ko'r. Bu yog'i seni xizmating, jo'ra. Nima ham deylardim men senga. Agar xo'p bo'ladigan bo'lsa, men battle o'ynayman, jo'ra. To'g'risi, o'rtaxonada ikki tomonga mishat qilmasdan. Bu Sardor degani odamlardan o'tibdi. Akajon, onasini ham hozir shunday kirib turib, ikkinchi telefonimdan minnat bo'lmasin, tinchgina yashayapti. Shunday ochib ko'rsataman. 6 ta odamga uy sovg'a qildim, aka. Bobo chiqing, bobo qani? Bobo keldi. 6 ta odamga uy sovg'a qildim, akajon. Xudoga shukr, Alloh qodir qilganiga shukr. 3 tasini o'zimda kistamdan olib berdim birovdan. Bir simpul so'raganim yo'q. Bobo qani, bobo? Uy oldi. Bobo jo'natdi, hozir go'sti tashang, bobo. Men bobo rahmat. Boboni men padalitsa qildim. Bobo, nima gap, jigar? Biz bu yerda go'stida o'tirdik. Boya bir xizmat bor deb yozgan ekansiz, chiqing, bir to'tta kun qilamiz. Qani bobo ko'rinmaydi-ku. Bobo bitta go'sti tashavoring, ko'rinasiz shunda. Shunday bosvoring, bobo. Har bittasini videosini qo'yib beraman, yig'layverasan, qo'y. Nima qilasan, jalab? Qo'lingdan bir yaxshilik kelmaydi. Bir odamni bir tushuntirma qo'y. Negativ yozib qo'ygan. Profil ishida adashmasam, mana bobo. Ha, bobo. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Alaysiz? Nimaga buyoqqa tinchmisiz? Rahmat, Sherzod yaxshimi bilan balkon. Assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Sekin. Nima gaplar bor? Xudoga shukr, yurimiz, izlashga charchadim. Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Boya bir xizmat bor degan ekansiz, biz o'g'rinlashib turdik Sherzod bilan, bratchika bilan. Boya hali efirda, короче, bitta akam eshitib qolibdilar endi. Biroq narsa yo'q. Videochilarga tegishli deyapsiz, просто так odam o'tirsa ham, prosmotriga ham pul beradi deganday gapiribsiz. Keyin bu bir ikkinchidan nashat agentstva bir tanishlar yo'qmi? Biz agentstva charchadimda. Bir yoshlikka 16 yil oldin bitta agentstvaga ulanib qolgandim. Na qaraydi, boshqa qiladi. Shunday bir ignani ustiga o'tirganda endi bitta sigaretni ko'rsam, 2 marta ko'rsam, o'zingizdan blokka ketadi. Men ana shunaqa nozikda juda bu akkauntimni bera olmayman-da, 50 larim ko'p juda ham. Yurakchada. Qarang, bobo.
Nechta подписчиkingiz bor sizni? 240 mingta. Ana shuni bitta so'rayman, qarang. Bitta zo'r bitta agentstvom bor. Meni problemam bo'lib qoladi, xabarlaring bo'lsa, yuzimni ko'rsa TikTok taqqa bloklab tashlayotgan darajaga tushib qoldim. Letsoy. Bunday narsa kiyib yurganding. Ana shunday darajaga tushib qolgan paytim, o'shanday darajadan olib chiqib, undan tashqari qarang. Meniki agentstvo bilan kontraktim bor. 1 million moneta olsam, sizdan yashirmayman, 1 million monetadan 12%dan, ya'ni $1200 dapatolog qo'shimcha pul to'laydi. Men oyiga o'rtacha sredni 15 million, 20 million bilan yopaman, bobo. Endi hisoblang. 20 million bilan yopsam ham pulini to'layapti. Mana 6 oy, 7 oy bo'lgan bo'lsa, mana shu akkauntim bo'lganimga 7 oydan berib 1 oy ham qoldirmasdan pulini to'layapti. 90 soat primoda o'tirganligim uchun primo efirimda 10 milliondan like oshadi-ku kuniga. Oyiga 90 soat primoga pribel TikTokda o'zi bilan kontrakt shartnoma qilganman. $20,000 pul to'laydi. Boshiga $1,500 dan beraychi. Endi menda aktiv balandroq-ku. Shunday. Endi sizni agentstvoga qo'shtirib bersam, mana misol blog bo'lib ketsangiz ochib beradi. TikTok bilan kontraktga aktivi balandroq odam bo'lish kerak. Eng kamida bir 5-6 mingta odam o'tirayotgan odam bo'lish kerak TikTok sizga shartnoma tayinlash uchun. Tushundingizmi? Bonusga agar agentstvoga ulab beraman desam, agentstvo sizga oyma-oy 1 milliondan monetizm ham tayinlab beradi. Undan tashqari o'tirgan savotingiz uchun bonus kirib podarka ham urib beradi sizga. Undan tashqari blog bo'lib ketsangiz, sizga primo efirda ochib ham beradi, bobo. Ulab beraymi? Yaxshi bo'lardi. Endi bitta narsa masalasi bor. Men ko'p qiynalganim shu 6 yil bo'libdi o'zi, shu agentstvoga ulanganman. Galaxy degan o'sha paytni o'zim bilmayman qanaqa ulanib qolganimni. Bitta qiz aytganda ulangin deb. Bergandim akkauntimni, скорее всего, boshiga tushunmasdim nima bu cho'kchimu. O'shandan ulanganimdan beri na bir yordam qiladi. Oldin esingizda bo'lsa, haftasiga masalan nechika bilan yopsangiz 10%ni, 12%ni qanchasini podarka qilib berardi. Hozir bunaqa yo'q. Endi balla ko'psini olgan, men bir marta bunaqa narsa qilganim yo'q. Ana o'shanga aytibman-da. Azob beradi-da. Arqadan blog bo'lsam, blog o'zim qilaman hammasiga. Qarang, hozir men sizga agentstvoga ulayman, hozir gaplashaman, tanish. Men aytsam, qo'shib narsa qiladi. Oyma-oy ishlagan monetizdan % foizini ham pulini tashlab beradi. Undan tashqari blog bo'lib ketsangiz, ochilishingizga ham podдержка qiladi. Umuman aldamaydi. Agar aldaganida meni mana shunday katta summalarimni bermaychi-da. Bunaqa anondan o'tgan, ishonchli. Anondan nima deydi? Доверияmi, испытанияmi nima deyiladi u narsa? O'sha narsadan o'tgan bitta agentstvo bor. Men sizga nomerini aytaman, bitta gaplashasiz. Men o'zim ham aytaman ularga. Davay ulanish imkoniyati bo'lsa, menimcha 100 mingtadan balanini ulab bo'lmaydimi deyman agentstvoga. Agar boshqa akkaunt och desa ham ochasizmi? Endi iloj bersa shunday qilsak yaxshi bo'lardi, chunki bunga eyliklarim ko'p. Bitta so'rash kerak-da, agar davay bo'ladi, mana shu akkauntga ham davay ulaymiz deyotgan bo'lsa, bitta gaplashtiraman, WhatsAppda gaplashamiz. Yordam qilaman, bez problem. Problema yo'q u narsadan. U narsadan problema yo'q. Option problema yo'q. Ana isqirtni bloklaverayamdi bolasini hozir. Onasini sikib qo'yaman, onangni siskaydi. Yo'q qilana onangni sikib kuchuydi bolasini. Narkotan. Yo'qot. Abdurahmon Mamni bolasi yo'qotaverani, qo'ttaq 5 ta. Qo'ttaq bo'lgan bunga bilan. Narroqda o'ynasin bilan. Hezala parik kiygan ko't bilan. Narroqda o'ynasin bloklab qo'ydi. Bobo bo'ldi, bez problem, uni hal qilamiz. Men o'zim bitta yozay qani hozir. Ana nima deydi? Biroz ayting, rahmat. Boshqa напряженный masala
Yo'q. Siz ham tanisangiz kerak. Qozog'istondagi Asken degan bola bor, bilasizmi? Yo'q. Tanimayman. To'g'risi tanimayman. 48-leveldami, 49-levelda yuradi. Ana shu bolani agentvasidaman-da men. Men bilan отдельно kontrakt qilgan. Men o'zim o'sha payt yuzim blok bo'lgan payti davay ochib beraman, bez problem, yaxshi ketadi bu yog'i deganda o'sha payt qo'shilganman. Asha agentstvo oyma-oy kuni bilan savoti bilan aldamasdan pul ham tayinlab beradi. Har oyda 10-chislosida pulimni shuni kartamga berib qo'yganman. Kartamga tirs hisob kitobini kalkulyator qilib, skrin qilib tashlab qo'ygan bo'ladi bobo o'zi. Men so'ramayman pulimni tashlab berasizlarmi? Zo'r ekan-ku, bunaqa bo'lsa. Zo'r, men sizga aytyapman-ku, konkret dangal bo'ladi u. Biron marta hali Asken pulim tushmadi yo Asken unday yo Asken bunday degan problema bo'lmadi-da. Ulab beraman. Aytaman, agar men bir kuni so'radim, bitta kimnidir ulab berishim kerakdan shunda ulasa bo'ladimi, agentstvo ishonchilimi deb mendan so'radi-da. Davay ulaymiz degandim, 100 ming nechtadan balandroq ekan, boshqa akkauntga ulab, boshqa akkaunt beruvdimi deyman-da, shuni aniqini bilmayapman-da. Ha, bitta so'rab ko'ring, qanday vaqt bo'lgan paytga aytasiz javobini, tamom. Gaplashtiraman. Bugun pamoyim hozir ular uxlayapti, yozdim, ikkita petichka bo'ldi, lekin o'qimadi. Hozir mana yozyapman. Agar ana o'qilayotgan bo'lsa, bez problem tirs ulab qo'yamiz. Nima farqi bor, aka? Ortiqcha daromad ortiqcha bo'lmaydi. Shunday. Endi men благодарman TikTokni orqasidan hamma narsa ko'pchilik biladi-ku. Просто endi lishniy насчет agentstva, насчет reytingdan tashqari men biron narsa olganim emas-da. Ana shunisi shu paytgacha biron marta kelib agentstvaga ulangan bo'lsam, biron yordam qilgan joyi yo'q. O'shanga. Bobo qarang, mana shu akkauntni olganimdan berib, mana shu kuzatuvchilarim ham biladi, 730 necha mingga chiqibman. 7 oy bo'ldi. 7 oydan beri biram marta blok bo'lganim yo'qman. Shu men xuyet qildim-da, xuya blokka ketib turganingiz o'zi. Ya, umuman kontrolni olib beradi deyapman, tushunyapsan? Polni kontrol qilib, himoya qilib, jalbasini ham polni tozalab, akkauntga shunaqa qaraydi ular. Ular konkretni halollab oladi. Halollab ishlaydi. Mana agentstvo bunday narsa-da, Sherzod qara. 50% mana misol 1 million moneta 1 million moneta olsang 50% TikTok olib ketyaptimi? O'shanda nechidir prosenti agentstvoga ulanganingdan keyin agentstvoga tushadi. Sen orqangdan ular ham pul topadi, senga podashka qiladi ular. Endi bobo aytayapti-ki, boboni orqasidan agentstvo ulangan, menda ham bo'lgan oldin. Agentstvo qarochi ulangandan keyin 1-2 oy pul beradi, sovg'a-pog'a uradi-da, qaraydi, bo'ldi, ulab olgandan keyin chiqib keta olmaydimi? Bo'ldi. Qarochi shuni qo'yib qo'yadi, bobo bu yoqdan ishni qilaveradi, pul ularga tushaveradi, boboga bermaydi pul. Ana shunday bo'ldi-da. Chiqib shu paytgacha ana shunday. Necha blokka ketdim, вообще qaragan emas-da. Даже man bu жестокое наказание-da, bu ведущий uchun 15 kun blokka ketdim men. Siz aytibsiz-ku, 100 ga blok berdi deb. Yarim soatda shunday bo'lib qoldiki, yarim soatdan ziyod men o'sha efir shunday ana blokka ketadi. Yarim soat efir qilaman, blokka ketaman. Kichkina profilim bilan ham ochaman, yarim soat o'tiraman, o'z-o'zi avtomatik blok. Hech qanaqa предупреждение kelmaydi, yo jalba kelmaydi, tirs blokka ketaman, tamom. Masalan, jalba keladi-ku, sigaret choksangiz yoki biror narsa +18 biron qilsangiz keladi-ku jalba. Bunga bunaqa emas-da, shunday bo'lib qolganda o'tgan tars ketaman shunday blokka. Hech qanaqa. Boboga hozir itam kuchukam agentstvo bo'lib ketgan hozir. Yo'q. Sherzod, agentstvoni yaxshisini topmasang, aldaydi daxuyasi mashinnik rahatron. Bular Meni pulimni tashlab bermayapti onangni sikeli. Kartasini ulab olibdi. Alloh guvoh, ular kartasini ulab olibdi. Mana bugun kuni bilan telefon qildim onangni sikga, yetimmi haqqi ursin onangni sikelaga. Mana necha marta telefon urdim. Mana голосовой eshit. Mana qara. Assalomu alaykum. Zo'rmi? Tinchmisiz? Meni ishim nima bo'ldi, bratim?
Telefon qildim, ko'tarmadingiz. Haligi pul kerak edi menga. Shunga qushdim men, Baba, tashladingizmi, baba aytmadingiz. qaraymi? Daxuya telefon qilganman onangni sikelaga. Mana daxuya telefon qilganman. Onangni sike itam bilet agentstvo. Siz baba zo'rmisiz? Baba, O'ylab. sredni o'rtacha bir hafta normal stream qilsangiz million bilan yopasiz, to'g'rimi? Haftasida emas, endi max minimum oyiga 1 million bilan yopaman endi. O'rtachasi, endi qanday desam, efir ochishim bor, ochmasligim bor. Oyiga masalan 1 million bilan yopaman. Вообще. Oyiga 3 ga bilan yopaman. Молодец, zo'r ekansizki oy bilan. Молодец. Firdavs aka, assalomu alaykum. Qarang, sizni agentstvoingiz misol blok bo'lsangiz ochib bermasa, mana tushgan monetalaringizdan sizga bir foiz prosent bermasa, u qo'taqbosh jalab chiqarib yuboring agentstvodan, shunda kirib turib chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Masalan, endi TikTok'im mani bilmadim, kimlardir o'zbekcha, kimlardir boshqa. Men ruschadanman TikTok'im. Ruscha yozibman chiroyli qilib. Necha marta yozdim. Olib tashanglar bu agentstvodan men foyda ko'rmayapman. Aloqaga ham chiqmaydi deb yozibman. O'zingiz Yo'q, olib tashlangiz bo'ladi, yozmaysiz. Nastroykadan olinadi u. Ha, ana O'sha o'lmayman, ana nastroykaga Sardor. kiryapman, o'sha nastroykaga siz aytganday eshiting. Nastroykaga kiryapman. Atmang bo'lsa cancel beryapman-da, xullas men xohlamayman men sizlar bilan ishlashni, tipa. Yozyapman, bo'lsa описаниесiga ham kiryapman, screenshot qilyapman, masalan, uni nima deydi, yozganlarimni, o'sha oldin nimalar bo'lgan-ku, masalan, bosganlarimni har necha oyga qilaykansiz-ku, har kun bo'lmaykan bu narsani. O'shani screenshotlar qilib tashlayapman, foydasi yo'q, короче. Yo'q deydi, sizni agentstvo javob bermadi, tipa, xohlamaydi sizni chiqarishni. Короче, siz bu yoqdan отказ beryapsizki, ular sizni chiqarib yuborish xohlamasdan, откazingizga javob bermasdan, sizga ham отказ beraveryapti. Tushunyapsizmi? Ular xohlamayapti. U bilat aka, onasini inson oltin baliqchada ular qo'lda bepulga ishlayapsiz-da aka. Tushunyapsizmi? Unda ham pul oladimi agentstvo? Sherzod, bilat 50% bo'layotgan bo'lsa, o'lib qolsa 30% dan pulni oladi buni ustidan. Voy billah. Tushunyapsanmi? Katta pul oladi, Sherzod, katta pul oladi. 50% TikTok olib qolayotganidan o'shani 30% dan agentstvo olib qoladi, katta pul oladi agentstvo. Bekordan bekorga karilavermay. Neda agentstvo ochgan odamlar? Pul ishlab. Yo'q joydan jalab agentstvo seni orqangdan katta soqa qiladi. Lekin bizga zarari yo'qmi? Baribir TikTokdan olar ekan u. Sendan zarari yo'q. Prosta o'sha soqqani olgandan keyin halollab olish kerak-da. Blok bo'lsang ochib ber. Ana o'lma. Men shu joyga men yonaman-da, onangizga o'zim pulim tashab bermayapti. Kart ulab qopti. Eshakdek mehnat qilganman, Sardor, ishonasanmi? Loyla qo'y, u qo'l, bu qo'l yonib ketdim onangizga. Men yetimni haq ko'rsak, Oqbo'rini taniysanmi? Taniyman. Mana bu chala tulki. 24larimgacha berdim. O'shanda ham qolib ketdi. Hamma joyda qolib ketyapti pulim onangizga. Mana bu agentstvo ham qo'shimcha bo'ldi menga bilan. Davleniyalarim chiqib ketdi men. Pulim olmay qoldim. Boboni problemasini bugun yechamiz. Xudo xolasa kunduz kuni men ularga bitta aloqaga chiqaman, bobo bilan bitta gaplashtiraman. O'zi chiroyli. Bobo ruscha bilasizmi? Ha, bilaman. Ha, ruscha gapiradi-da, men ko'p ham tushunmayman, shuning uchun tarjimon bilan gaplashaydim. Siz o'zingiz bilan gaplashsangiz ruscha gaplashadi-da ular. Bitta chiroyli gapirib, mana shunda men aytaman, agentstoga qo'shib olgan, normal streamer, normal anavi streamerni qiladi, sizga shartlarini aytadi. Premyoda deydi, necha soat, necha kun qilasan, mana shunaqa. Agar normal aka realni menga shu kontraktimni mana shu agentstvo bergan. Sardor, короче mana katta battle o'ynagan paytlarim katta odamlar o'tirib, katta auditoriyalar o'tirdik premyolarda. 30 ming, 40 ming, 90 ming bo'lgandan keyin senga zaявление kelyapti, kirib primat qil deb. Kirdim, primat qildim, qarasam bir dona kartcha yozuv kelgan. Bunda oxirida qo'l qo'yayotgan joylari bor. Skrin qildim-da ularga tayladim. Keyin u rasmiy ravishda menga qog'oz jo'natdi, bobo. Siz bilan 5 yil kontrakt qilamiz. Mana shunday darajada birinchi boshi mana bunday foizdan, ikkinchi boshi bunaqa, uchinchi boshi bunaqa $20 ming pul beryapti oyiga onangizga. Shu Qozog'istonlik. Onangizga qayerdan buncha pul? TikTok Singapur to'layapti, Singapur.
Voy katta streamerlar katta pul olar ekan. 200 ming, 300 ming dollar pul olar ekan Yusuflar. Efirda o'tirgani uchun mana shu platformada. Ha, shunday. Ey men ne sizga bitta nosga pul yo'q odamga bilan bu gaplar bilan ey yuragimni agrisga olib boshlayapti bilan. Qaramay turay gaplashamiz. Ko'p narsa zapretku. TikTokda primo efir qilib TikTok platformasini mashhur qilib turgan odamlarga TikTok pul to'lar ekan. Tushundingizmi? Men endi bildim bu narsani Dubayga kelib. Bilmaganman shu paytgacha qo'tag'imda ham. Bizga ko'p narsa uli galochka bermagan-ku. Misol videolar masalan rekomendatsiyaga uchadi, masalan million prosmotr bo'ladi, unga ham отдельно pul beradi. Допустим, beradi. Prosmotrga ham pul to'laydi onasini ham. masalan oddiy misol siz qo'shiqchi bo'lsangiz, sizni kontent olasiz-ku bitta, o'sha qo'shiq zalitat qilib ketadi, допустим. Trendga tushib qoladi masalan bitta qo'shig'ingiz. Sizni qo'shig'ingizga shunaqa zvukingizga video olaversa, u uchun ham отдельно narsa. Uni ko'p narsasi bor ekan, lekin bizga yo'q-da shunaqa narsalar. Dahuya narsasi bor. O'zbekistonda VPN qilib qo'yganligi uchun sizlarga to'lamaydi. Agar O'zbekistondan tashqariga chiqib ijod qilsanglar, O'zbekistondan tashqarida yursanglar, pul to'laydi sizlarga. Bobo, sizni masalangizni yechish besh problem. Agar profilni almashtirish kerak, bu profildan ulab bo'lmaydi desa, boshqa profilda bo'lsa ham keravering. Nima qilasiz bu profilda? Onasini ham boshqa 50 ga chiqayotgan chiqaveradi yana qaytadi. Endi menda chiqishingiz mumkin misol uchun. Prosta endi mehr bo'lakchada bunga ko'p mehr. To'g'ri demoqchiman. Qarang, mana shu profilingizdan blokka ketib, problemaga uchrab, mana bunday bo'lib qiynalib yurgandan ko'ra deyman-da, agar avvalambor ulashi mumkin. Yana ham bilmayman, endi misol ular tushunadi, men tushunmayman-ku. Firdavs akani ko'taring. Ko'tardi yo'qlar. Firdavs. Kimi? Firdavs. Nomini, nikini ayting. Firdavs deb o'tiribman-ku, Firdavs 001. Bitta gaplashtiramiz, bobo, bo'lmasam yechamiz problemani. Emas o'zi bugun abetda. Bo'ldi nasib. Bez problem. Bunda ertachiroq aytmaysizmi? Bilan bunday problema bo'lib yurgan bo'lsa. Endi ko'pchilikdan so'radim. U bu dedilar, unisi bu dedilar, hay kuting dedilar, boshqa dedilar. Qarab o'tiribman, ichki darak bo'lsa-da, gapni ochig'i. Ichki darak bo'lsa. Firdavs akani ko'taring. Modellar ko'taringlar, menda ko'rinmayapti. Ko'rinmay. O yozib o'tiribdi. Yozgan joydan ko'tarsa bo'ladi-ku. Tortib ol pastdan. Firdavs brat bilan ham hech gaplashmaganman. To'rtta yuring qilaylik. Ko'tarib ol, unda mana uchib kirdi mana. Shuni tort. Niki qani, qaysi nechinchi bitda turibdi? Hozir qaraganda qo'y odam tashibdi-da. Dalbayo. Itiga emas. Mana yuluryapman. Aha. Mana chiqish kerakmi shunda? Ha, bo'ldi. Hojiga. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ha, zo'rg'a topdim. To'g'risi, gul ursangiz chiqargan birinchida, bo'lmasa pastlarda yotarkansiz. Hech qayerda ko'rinmaymiz o'zimiz. Qandaysizlar? Qancha yuribsizlar? Bitta she'r ursangiz yomon ko'rinar ekan birinchida. Holigiz yaxshimi aka? Xudo xohlasa. Sardor yaxshimisiz? Yaxshi niyat yarim davlat. Bobo chiqdi. Navshu. Navshu ishlaydimi? Paddeshkalar uchun rahmat aytib qo'ymoqchi edim, mana gaplashib aytamiz. Rahmat aka, umri bordingiz. Qolganni ana shu uspatron qilyapti. Ikkalasi ham o'shanda edi profilli. Uspatron. Menga ham floringlar paddishka balkon. Bo'ladi. Men bitta ikkita gapni aytmoqchi edim. Sardor, endi sizlar gapiray, sizga keyin boboga ham, bobakaga ham, sizga ham haligi yaxshi narsalar bor-da. Mana biz ko'p chetlarda ko'ramiz-da. O'sha sizga boboga donatorlar bor-ku. Bu kishiga aktiv sal bo'lmasa ham donator bor bu kishiga ham. Zo'r bobo. Sizga aktiv zo'r-ku. Bizlarda ana shu o'zbeklarimizni qilmagan ishi ana live fest boshlanadi-ku. Ana shu live festda o'zini o'rni bo'ladi-da, videochilarni.
reytingi bo'ladi. Ana shularda ko'rinib, уже siz o'sha tomonga ketishingiz kerak-da. Ana bu общий chaqiriladi-ku, keyin общий hammasi dunyoniki chaqiriladi-ku, Las Vegasda bo'ladi, boshqasida bo'ladi. Ana shu joylarga kelish qolganda o'shani qilish kerak. O'zi qolgani qiziq emas. Meni so'kkanlarni blokla quddi. Sizda hammasi bor, ana shu narsalarni qilishingiz kerak. O'sha ana shu narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Siz imенно o'sha ancha o'tib ketdi sizga-yu, no ana shu narsani qilish kerak. Live festga qatnashib turib, chetga ko'rinish kerak-da. Aka yaqinda ancha gapingizga, qarorchi mana Dubayda mana TikTokerlarni chaqirishar ekanda, TikTokerlar mana qilib yig'ilishib. Meni mana agentstvom aytdi, Dubayda dedi, palonchi chislo kuni dedi, yig'ilish bo'lyapti ekan dedi, bayram bo'lyapti ekan, TikTok hisobidan gaz isang, past isang, mayda chuydang hamma sharoitingni qilib 2 kun 3 kun tadbirda qatnashib kelasanmi dedi. Men o'sha paytda uydagilarim bilan ayamlar kelgan paytga to'g'ri kelib qoldi aka. Bo'lmasa bor edi. Ana shu live festlari bor, dunyo bo'yicha hammasi ko'tini yirtib qiladi, bilasizlarmi? Uxlamaydi bor, ana shu halillarni men ko'p ko'raman-da, o'sha tomonga ko'p yuraman. Uxlamay qiladi. Uxlamay. O'zini borku yana, unaqa vaqti borda yana, double berayotgan vaqti bor. Misol uchun 5 kalik podarka ursa agar 5 barobar qilib sizga beradi. Tushunyapsizmi? Shotingizga, o'zingiz lichni shotingiz bor. Ana shunaqa temalari bor. Ana shunaqa narsalardan foydalanishni o'zimizniklar o'rganish kerak. O'yna Sardor aka aytganga o'xshab turib chiqish kerak, Bobo aka, haqiqatan. VPN bilan kirsangiz ko'rinmaysiz-da. Zo'ri bo'lish uchun chiqish kerak. VPN bizaga Firdavs aka gapingizni oldim. Masalan, avto podключениеga qo'yilgan manga bitta bo'lsaman, masalan, Velika Britaniyaga tashlaydi, yo bir bo'lsaman Shvetsiyaga tashlaydi, bir bo'lsaman boshqa bir davlatga tashlaydi-da, постоянный yo'q. Shunday. Постоянный. Shuning uchun boshqa davlatga chiqish kerak-da. U halaga polni borish uchun Sardor polni bora oladi-da. Ana bu borsa agar zo'r bo'ladi. O'sha live festlariga qatnashsa agar bilasizlarmi, u oyligi, u pensiyalari ham bor bu harom o'lgur TikTokni. Ya katta. Aka, men hali ko'p narsasini bilmayman. Benefit deyiladi-da, ana shu benefitlari katta-da buni. Aka, men ko'p narsasini bilmaymanman. Odamlarga aytsam, odamlar meni jinniga chiqarib qo'yapti. Hayır, bilgan biladi, Sardor ko'plar biladi. O'sha bizlarda odamlarning ko'pi ana shu Yevropaga o'tiradi. Juda ko'p donatorlarni men ko'rganman. Juda ko'pi o'tiradi. O'sha Yevropaga o'tiradi, ular biladi o'sha narsalarni. Misol uchun mana shu live fest boshlanadi-ku, Sardor. Shu bilikon, chotka hammasini tushunayotgan odam bilan ana shuni gapirib turib live festning vaqti bor, o'sha community o'zini vaqti bo'ladi-da. Community aligisi bo'ladi, ikkaligi qilib beradi. Ya'ni sizga 4 barobar, 5 barobar qilib beradi. Misol uchun o'shanga qo'yilgan aligilar bor, podarkalar. Imенно o'sha live festga qo'yilgan podarka. Ana shularni vaqtiga chotka qilib turib urilsa agar combo deyiladi-ku. Da. Sizni shotingizga combo tushadi-yu, keyin общий reytingingiz ham ko'tarilaveradi o'sha vaqtda. Imенно o'sha vaqtlar bo'ladi. Ana shu live fest vaqtlarini bilib turib, live festga ishlaysiz, oddiy xalq borku, 1 kopeykalik anagadan o'shandan urib ham borku siznikini, o'sha muddatidan oldin chiqarib qo'yadi-da. Tushunyapsizmi? Men shu uchun aytayapman sizga bu gapni. Boshqa gapim yo'q sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'lishinglar, salomat bo'lishinglar. Nima? Aka, uzr. Sizga ham bitta gap bor. Bilasizmi nima qing? Bilasizmi nima qing? Stoyishi ko'ringan odam bilan shu fleshdan bo'lsa fleshdan, boshqasidan bo'lsa boshqasidan o'ynang. Bitaring. Tamom, boshqasi yo'q. Boshqa gap yo'q. Bitta gap borda, qarang, yana mana ham bitta gap bor. U yog'ini zo'r tushunaman. Hozir sizlar TikTok mavzusida gaplashdingizlar-ku. Ko'p bola agar men TikTokda yurganimga pushaymon bo'lib ketdim, bir gapga tushungan bo'lsam. Alava. Menga mana agentstvom taylagan. Mana shu turnirga qatnash, mana. O'sha turnir mana. Mana ko'rish. Bu narsaga qatnashing, odamlar asosida tushunadi-yu, o'sha sizga protiv bo'lgan odamlar ham misol uchun o'zimiznikilar ko'rinsin deb turib misol uchun baribir qo'shiladi demoqchiman-da. O'zi shag'i ham yetadi-yu. Hamma qo'shiladi-da. Misol o'sha 10 ming odam bo'lsa 10 ming qo'shilsa agar bilat bir monetadan ursa ham o'sha o'zini monetasidan chotki bo'ladi-da. Bobojon, siz boshqa oching aytganlaringizni.
Boshqa ochinga o'tib keting onasini emsin. Sizni ko'p ko'rganmiz, ezilib yurganlaringizni. Blokka ketib. Ha, o'zi bitta kunduz kuni so'rayman deyaptilar-ku, o'shani bitta so'rab ko'rsinlar qani cho'kchimu. Keyin o'shanga qarab keyin ishni bosamiz-da. Ha, omadlaringni bersin. Sizlar bor, biza xursand, chaq-chaq qilib, kayf qilib, kulib, hazil qilib yuramiz. Rahmat. Sizlarga ham Rahmat. omad. Ha, Tushmay turing bir sekund. Ya, men Menga tushaman, qarang, menga ko'p druzya o'tirmayman. bosib qo'ying. To'xtang, menga druzya bosib qo'ying. Ha, Menga ha. menga bitta nomer Ha, tashlab men boboy, qo'ying. men boboy odam, pensionerman. Mayli Farqi yo'q. Menga bitta Bo'ldi, nomer bo'ldi. tashlab qo'ying. Men siz ko'p Bo'ldi, narsani bo'ldi, bilyapsiz. Men Siz- qiziq. Men tayladim, druzda tayladim. Sizga Omad omad. aka, gap yo'q. Joni sog' Sardor, ana shu bo'lsin. esdan chiqmasin. Live Stop, fest boshlanishdan oldin itaring hammasini. Gapi aka. Gapiramiz. Charchamanglar. Bo'pti. Bobo, Mayli gapiramiz. akajon, panoba qildim. Mayli. Barobar. Bobo juda ko'p To'g'ri. narsalar bor jigarim, juda ko'p narsalar bor. Biz tushunmaymiz. Prosta yuribmiz havasimizga, narsamizga. Mana bu streamerlar, katta tiktokerlar onasini ham TikTokdan sigirni soqqanday qilib pulni sog'ayapti. TikTokda o'zi juda katta возможность berib taylagan ekan, bobo, rostda. Shunday endi biza bilmaymiz. Qo'pol qilib aytsam qo'yga o'xshab yurganman-da men. Deb yurganman. Yana bir marta bitta inson aytgandi, o'sha o'zi Firdavs aka aytganlarida yomon ezilgandim-da men. Hadeb blokka ketib, avtomga даже maska to'qib o'tirayotgan darajaga kelgandim men. Yuzimga blok berganlar bilan. Men Keyin shunday bo'ldim. bir marta shunaqa bo'ldimda, xullas keyin o'shandan keyin ilojim yo'qligidan уже Bigoga o'tib ketdim уже жесткий shartlarni o'sha yoqqa qilishni o'rgandim men. Keyin u yer quduq bir armiyada ekanda, ayash yo'q naqo'y. Sikish короче, qo'pol bo'lsa ham. Yo sen yeysan, yo seni yeb tashlaylar, yo'qlar. Ana shunaqa. Ish qilib ancha bir 2 oymi, shuna 3 oymi bir armiyachaga borib keldik-ku. Yo'qqa kelib ketib borman, g'ash. Begolevga meni kirganimda odamlar eslaydimikan, aytadimikan, yo'qmikan hozir ham streamerlar eslaydimikan? Men bir marta kirganingizni ko'rgandim o'sha o'tgan yil edimi? Просто так kirib chaqchaq qilib o'tiraveriz. Keyin tushunmadim. Begolevni samni glavni mana kirgan joydagi reklamasi, meni shunday profilimda rasmi chiqib turaychi deb, bobo rekord qo'yib o'rganman 3 kun ichida. Endi qaysizga? Bigoga ham kirdingmi sen? Begolevga kirishim uchun menga jalab $5000 pul to'lashdi. Qo'y pizdesdan qo'y. Mana shuni skeyt. Bir necha metrlik ip ko'taradi mana biladi. Yo'qmi yo'q. Bobo Oh, 3 kun kirdim, qolgan planimiz, savodimiz, go'rdi balozimi, uni kurator deganini to'ldirib qo'ydi. 3 kun ichida $7200 toza onasini emsin, bonagi oyligi bilan kunligidan purishlab chiqib ketdim. 3 kun 7200 bo'lsa, 5000, 13000, 13000 qancha bo'ladi? 13000 bilan 12000 bilan 5000, 7000 ni qo'shsa. shunday. 12000 dollar pul ishlab chiqib ketdim Begolevdan 3 kun kirib. Begolevda qattiq soqa qilib o'rganman o'tgan yil. Bir kirganman jalab, bir kirishimga ham katta pul bilan kirib borganman. Pul bergani uchun kirdim, bo'lmasa kirmaydi bu yoqqa. Men mana shunga xursand bo'lib yuribman bilet. Voy billahi. Yo'q. Buni ham sen olib bergansan. Sherzod, sendan yaxshi dirmayman ukajon. Seni hayotga bir qiziqishingni uyg'otaman. Bir oyga toza mana shu TikTokdan $100,000 pul topmasam kirmayman. Bachani dumga aytib qo'yasiz, pizdez, nosini yutib yoradi o'zi. Ichiga aytibdi, men odam emas ekanman degan fikrlar o'tib ketibdi-da o'zi. Men o'ylik ekanman. Endi Nosam kelib bermay qoldi onasini. hava bo'lmaysan, shuning uchun chinori bo'lam, minori bo'lam, qo'tag'imni shunday ko'ndalay qo'yaveraman, shuning uchun. Besababdan bo'lmasam sakramayman-ku men ham, Sherzod. Voy billahi.
O'sha gaplash o'sha 5 xonalikmi? Yaxshimi? O'sha joyda efir qilamiz onasini sizga. Bobo bitta paddeshka bo'ladi. Agar Sardor yaxshi olib ketaman. Siz ham aytdingiz-ku, shart partlar qilishni o'rgandim, bu narsa o'rgandim. Bir ikkita uy pullarga tortaman. Demoqchiman, stabilni 5-4 ming odamga o'tirg'izayotgan qilib qo'ysak, siz begona emas, menga paddeshka bergansiz, joni sog' bo'lsin. Kontrakt bunaqa TikTokdan kelayotgan kontraktgacha bitta ilinib olsangiz bormi? Bilat, shunaqa mazza qilasiz, bobo. Ishoning. Nasib jura. Ne? Ya Xudoga shukr, shu TikTokning orqasidan uyimni, joyimni, moshinalik Xudoga shukr bo'ldik. Shu balkonni joni sog' bo'lsin, shu akalar bilan apalarni musofirdagilar joni sog' bo'lsin. Kammi ko'pmi qildim. Lekin yana siz aytganda yana bo'lsa u nima lishnilik qilmaydi. Lishnilik qilmaydi. Agar normal odam o'tirayotgan, normal auditoriya qilib, TikTok sizga kontrakt jo'natib, shartnoma qilayotgan bo'lsa, siz bunaqa prямой efirda chiroyligini olib borib, danatdan tashqari ham soqqani qilasiz demoqchiman-da. Nasib. Mana o agentstoga ulansangiz, pribili zo'r bo'ladi. Da patolog endi sizga necha % taklif qiladi, bilmayman. Gaplashib, chiroyligini foizini ham qo'ying, u pulni обязательно taylab beradi, undan g'am chekmaysiz. Blok bo'lganingizda ham sizni ochib berayotgan darajada chiroyligini kontraktcha qildirib gaplashtirib beraman ertaga. Gap yo'q, rahmat. Agar chetga chiqib kel desa ham, mayli men chiqib kelaman. Shu plyusga ketadigan bo'lsa agar. Gapni dangali chetga chiqib keling aka, 1 kun, 15 kun yoki 1 oy chetga chiqing desa ham harakat qilaman. Bitta gaplashtiraman, ruscha o'zingiz prям o'zi bilan gaplashasiz. Men sizni bana eng kattasi bana gilamli direktor bilan gaplashtiraman. O'g'aynim bo'ladi, askin. Itte so'kkanman aka, shunaqa so'kkanman, u bolani 1 yil so'kib yurganman, lekin pidaras mard bola ekan, dastoyni bola ekan. Shu paytgacha ikkilik qilgani yo'q, chunki 20 million bilan yopib, katta batillar bo'lgan payti pribl yig'ilib, katta summalar menga yechib taylashga to'g'ri keldi. Pulimga ikkilik qilmadi. Men so'ramadim mana shu pullarni o'zlari kalkulyator qilib, Sardor, mana seni pribling, undan tashqari kiraman, 1 million moneta senga juda foizidan tashqari senga zo'r bo'lgani uchun urib beraman. Mana seni anoning deb kalkulyatorlar qilib, oyma-oy 10-chislokini menga pul tashlab turadi. O'zlari tashlaydi, men so'ramayman. Zer. Qarang, sizga bilet kirib turib TikTokda padarka urib, yarmini TikTokka oldirgandan ko'ra kartachani berib qo'yasiz. Viza kartangiz bormi? Bor. Viza o'sha viza kartangizga obratno pulni tirs oyda 10-chida ishlagan so'mmangizdan mana bobo haqqingiz deydi, chiroyli kalkulyatorda hisoblab, ana ichkarisidagi narsalari bilan chiqarib, foizini hisoblab, sizga shunday pulni 10-chislodan qoldirmasdan otib qo'yadi. Zo'r bo'ldi, bez problem. Men o'zim bir og'iz aytaman, sizni shunday qo'shib, yo'l ko'chasini aytib, agar profilingiz bo'lsa, mana shu profilda ulaymiz, iloji boricha. Agar bo'lmasa ham, baribir ham yangi profil bo'lsa ham, bitta profil o'zlari beradi, shunday ulanib, gazini bosing onasini emsin. Gap yo'q, rahmat. Bo'ldi, bez problem, baba hal qilamiz. Ertachiroq aytmaysizmi, bilati? Ha, endi aytibman-ku, gapni ochig'i endi bu narsani so'rashga o'zim ham uyoldim, ko'p uncha qilmayman-da, bunday qiling deb bittasidan so'ragandim, agentstvang bormi deb, bitta agentstva bilan gaplashgandim, o'shanga aytdiki, bor iloji, bittasi yo'q iloji deydi. Siz hozir profilingizda udalit qilganingiz bilan ham siz boshqa profil ochsangiz ham deyapti, boshqa agentstvaga ulana olmaysiz. Deyapti-da, men ana shunaqa joylari bo'ldi, ko'p ikkilandim-da men. Hay dedim-u, keyin bo'lgancha bo'lsin deb shu bilan keyin bosaverdim. Simyorki, rahmat, assalomu alaykum aka. Yondiramiz, bez problem yondiramiz. Mana bizda okalar keldi. Yetimmi? Men katta bo'lsam A777 A qo'ydirib olaman mashinamga nomerdan. Havas qildim tog'am nomerini, ko'rsatmasin. Shex tog'am ham shetda, Shex tog'am, nima gap? Boboni bilib, yuragida dardi bor ekan, menga bir og'izgina, ukajon, mana shunday problema bo'lyapti, tushunsang bir ozroqgina yordam ber deb ittachiroq
so'raganda itta chiroq yechib yuboraychi odam. Ya gap yo'q, rahmat. Hay, лучше поздно, чем anavi nima deydi uni? Ha, hech Ha, Уж никогда. Da. Shunday. Bo'ldi bobo, umuman bo'g'ilmang, siqilmang, umuman bu temada umuman o'ylamang. Bo'ldi, bu problemangizni mana shu bugundan qoldirmasdan yechib yuboramiz. Bez problem yechib yuboramiz. Rahmat. Sherzod yetim, sen ham 2 haftadan keyin pidaras normalligini ishla, gandon so'ksaman, boshqa bo'lsam xafa bo'lma. Ishlab zakonni 15 kun stabilni ishlagin, men seni ham mana shu agentstvoga qo'shtirib beraman. Pidaras kam bo'lmaysan, 1-2 bo'lib ketaverasan. Bo'ldi. Toshkent. Xafa bo'lma. Bunga ham aytayapman-da, bobo biladi, bu yurishing yurishmas deyapman. Noto'g'rimi? Shunday, to'g'ri. Mendan so'rasang, tushunmagan narsangni aytaman dedim. G'iybatdan tiyil. Zaybal bu efir ochib, buni gapirib, uni gapirib, dushman ko'paytirib, unday qilma. Chora batirlingni o'yna, auditoriyangni to'pla. 1 yilda bo'lmasa, 2 yilda bo'lsa ham chiroyli natijachangni qil, uyingni ol, mashinangni qil. Bir TikTok ham g'animat narsa. Erta bugun bor, erta yo'q deyapman menga. Tushuntiryapman. Shunday. Aytib bo'lmaydi, bobo. Shuni taq etib onasiga TikTok shunday yopib yuborish ham mumkin. Erta yo'q bo'lib qolishi mumkin bu narsa. Shunday. Rostdan. Borda foydalanish kerak, tamom. Faqat to'g'ri maqsadda erta shu qilgan narsang, olgan narsang joy-joyida qilgan narsang qoladi. Boshqa hech narsa qolmaydi. Savol beryapman pidarasga, biladi. 2 yildan beri deyapman, nima qilding? Hech narsa qilganim yo'q deydi. Qo'rg'i yuribdi-da kun o'tariga-da, bobo, bo'lmaydi-da u. Ishlash kerak-da, ishlash kerak. Bu mana qilgan shartlarni men qilmaganman. Bu bir joylargacha kispam deyiladi bu. Ya bunchalik darajaga badanga azob bermanglar aytishiga unaqa. Lehayn deb pul deb-da hammasi gapni dangali pul uchun bo'ladi-da, aksiya donat yig'ay deb shunaqa. Demoqchiman, bilad, normal foydalanib, chiroyligini qilib, harakatingni qilsang, Sherzodjon, bilad, yoshing ham o'tyapti, pidaras, yoshing ham o'tyapti. Nechinchi Sherzod? Sardordan 4 yosh kichkinaman. 2002-yil ekan. Shunday. 2002-yil ekan. Ola baxt bo'lishi kerak. Ola yoshsiz. Bobo, sizga chetga chiqdimmi edi? Birinchi savol so'raydi. Mendan ham shunaqa bo'lgan. Bir kun bittasini ham ulab berdim. Podpischkingizni so'raydi. Qaysi agentstoga ulanganingizni so'raydi. Podpischkingizni akkauntingizni taylaysiz. Mana shu chef musor battle tashlayapti. Qo'tag'bon battlega gurunglashyapmiz-ku jo'labsiz. Ayt. O'sha prosta aytyapman. Skvorni 30 marta tashladi sizlar o'tirgandan. Och qolganda u ham nima qilsin boshqa. Och qolgan. Bobo, onasini emsin, podpischkingizni ko'radi, akkauntingizga kirib, u yoqdan tekshirib, o'zlari qaraydi. Agar mana shu akkauntingizni o'ziga ulanib, mana shu akkauntingizni ular boshqarib, mana agentstvangizga qo'sha olsa, shuna qiladi. Agar buni hech iloji bo'lmasa ham, endi tayyor turasiz, bitta yangi akkauntga tayyor turasiz. Bundan ko'ra o'sha yaxshi demoqchiman. Agar hech iloji bo'lmay qolsa, agar bo'lsa, shuni o'zini ulab beradi birdan. Siz aytganday Firdavs aka ham aytdilar-ku, qarash yo'q oldinga faqat deb. Tamom. Demoqchiman, bobo, misol bunday blog bo'lib, qiynalib, mana bu akkauntda siqilib yurgandan bitta akkauntchani oching, Xudo beradi. 1 oyda ichida ijodchani qilasiz. Sizda ham videolaringizni ko'raman. Normal prosmotr, normal ideyalaringiz bor. Yaxshi ideyalar bilan bir oygina qiynalasiz, bu yoq ketadi keyin. Nasib. Yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xolisa. Agentstvalar chiqarish problema emas. Prosta mana katta profilga agentstva ulab bo'larmikan, ulab bo'lmaykanmi, shuni o'ylayapman. Chunki men ham 0 dan ulanganda, 0ligida ulangan o'sha agentstva. Podpiskasi yo'q edi. Sherzod, Yo, mana akkauntimni ochganimga 7 oy bo'ldi. Bunda ushlab ko'rgan podpischki bor. bilaman. Lekin men senga podpiska bosganman, bir marta sen kelib turib javob qaytarib ketgansan efirimga, bilasanmi? Uyit qilganman o'sha. Podpischki ko'ryapsan, qancha bo'lgan? Ha, o'sha ochganingda u eski profillaringda ham durza dedim.
U profillarda hammasi blok bo'lib ketdi chalab. Ha, bu 750 ming bo'ladi menimcha bir 3-4 kunga bu. Bo'ladi. 750 mingga chiqaraman nasib bo'lsa buni ham. Ha, ishonaman senga. 750 mingga chiqarsang, o'zi 1 million bo'lsa pizdesda, biladi bu. Bir million bo'lsa, onasining uchun bu profilda o'zi hech qanday bezdanat, hech kimga bez muhtoj olib keladi bir 40-50 ming dollar. Mana qara. Mana 10 mingini men to'yimga ishlatsak, 10 mingini bitta mashinaga ishlatsak, yana 10 mingini bitta biznesga ishlatsak, 10 mingi senga qolsa bo'ldi. Keyingi oylar o'zingga ketaveradi. Yo, plan tuzib qo'ydim-da birinchi oyinga. 1 millionga chiqsak. Kalla bitonagana bala. Ha, matematikaga Baba yaxshi sizdagi prosmotrga pul beradimi? Yo'q, bizada yo'q-ku, aytaman-ku, bizning regionda yo'q. Chunki biz VPN bilan ishlatamiz. Monetizatsiya yo'qmi? Ha, shu imino nima deydi? Shu yana bitta anonsi bor. Mana shu efir qilganimdan beri bitta regionga tashagan, masalan, ko'pchilik chiqib ketdi. Meniki holi ham haftalik turibdi. Holi ham haftalik. Masalan, boshqa profillarda, boshqa masalan sizda, boshqalarda masalan kunlik bor-ku, bir sutkada almashadi. Masalan, she'r qo'yilgan, she'r bolasi bilan qo'yilgan, zevislar qo'yilgan. Menda she'r ham yo'q daji. TikTok masalan yo'q bunaqa katta podarkalar. Ana galereyamga bosib qarasangiz. Daji kattalari yo'q. 15 talik bir qanday desam, maydagina galereyasi ham. Mana shunaqa. Mana shunga tushunmadim. TikTokka yozdim esa reytingni almashtirishning iloji bormi deyapman-da. Qaysi reytingni aytibsan deyapti. Men aytmayman, imino shu haftalik boshqasi, reyting prosmotr boshqasini hammasini aytibman, tushunmayapman. Boshqa reytingni aytibman, tushunmayapman. Oxiri imino kavlab, so'rab surishtirdim. Endi ruschalab yozyapman, imino datochka virgula yozish kerak-ku. Shunda topdimmi, yozdim, yo'q, iloji yo'q bu narsani almashtirish dedi. Xohlasang, xohlamasang. Buni TikTokning o'zi qachon xohlasa o'zgartiradi deydi. Lekin ko'pchilik o'zi boshqa reytingga o'tib ketyapti, lekin mana holi almashtirgani yo'q. Shu bitta o'zbeklardan bitta o'sha haftalik reytingga o'zim qolib ketgan mana shunga. Almashtirmaydi вообще. O'sha she'r haftasiga uradi balla, she'r TikTok masalan olaman. Lekin ana unda galereyada yo'q. Masalan, A liga, B liga deydi-ku, menda bunaqa narsa yo'q. Men umuman tushunmayman A ligasini, B ligasini. Sizdagi eski sistema ekanda. Ha, ana shu eski ana qolib ketganman ana shu. O'zgarmaydi вообще, bilmayman nima uchun. Men endi tanidim. Uzr gaplaringizni bo'ldim. Boboka, profilingizga qarab o'tirib, shunday rasmga qarab, men endi tanidim sizni. Yo'q, boshdan tanimay turgandim. O'g'il bolaga bo'lay agar. Yo'q, rostdan endi tanidim. O'yindirdi siz ham. Yo'q, rostdan rasmlariga qarab, shunday bu profiliga qarab endi tanidim. Men boshqa bobo ekani nazarda tutib turgandim, ovozi boshqacha deb boyandan beri indamay turibman-da. Keyin profillarni yaxshilab qarab ko'rsam, bo'ldi endi tanidim. Bobo zo'r inson, turli inson. Boboni Update qilish kerak. Update qilganman. O'zi avto обновлениеga turibdi. Inagda kirib ko'raman masalan, обновление bo'lganmi yoki yo'qmi? Yo'q. Обновление qilingan aka. Erkak kishim. aka, bunda u eski ochilgan akkauntingizni tushunishimcha to'g'rimi? Ha, bu eski akkauntlar. O'sha eski sistemada qolgan. Endi mana ochilgan ko'p akkauntlar, mana profillar juda ko'pi yangi ochilganda, yangi sistemada, tushundingizmi? Eski sistemada qolgan sizniki. Agar buni ham o'zgartirishda iloji bo'lsa, buni ham bitta anonsini so'rab ko'rasiz. Agentство ulangandan keyin aytadi sizga qanday yo'nalishi bor. Bir 10-15 kun boshqa joyga chiqib kelish kerakmi? Aytadi-da hammasini o'zlari. Yo'l ko'chasini so'raymiz. Bugun bitta gaplashtiraman sizni. Pidarrazda TikTokga bordim endi biladi. Padilicha qilay qani. Nima edi? Bir kuni bitta qiz keldi-ku, 40 nechinchi levelda go'shtni ko'tarib olib, daybatcha qildim. Kim ko'rdi? O'sha qizning ismi nima edi? Ismi esimda yo'q-da.
Bitta qozoq qiz keldi. Jonim, do'mboqcham dedim. Asilok. Mana hozir. Asil. Qanday yoziladi bu? Asilok. Qozoqcha yoziladimi bu? Qanday yoziladi? Bunda qanday topsak bo'ladi uni? Yozilishini yozinglar, bratlar. Ya unaqa ruscha yoziladimi deymanda, ruscha yozolmayman lekin men. Yo, pastdan yozilishini yozibdilar-ku. yozasan. Pastdan yozibdilar, qanday yozishni Asilok. Ha, mana yozyaptilar-ku, qara. Asilok. 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 Menga bitta podpiska bosib qo'yinglar, shu orada reklama qilib o'tib ketamiz uni. 31 mingtaga chiqarib beringlar mana. Bitta duo qilaman oxirida. Darvozamda bor bilan nima deb yozishni bilmayman-ku bular haromini. Может, uni pastdagi nickname kerak uni. Tepadagisi emas, ichkaridagisini so'raylik ko'pincha. Yo, bobo, anavi nima edi? Meni klaviaturam lotincha bilan arabchada, tushundingizmi? Shu yo'qtaman klaviaturamni mana. Meni klaviaturam mana bunaqa klaviaturada yozolmayman-da hozir. Qanday qilsa bo'ladi? Nima bo'ladimi? Ya, meniki boshqacha, hozir ko'rsataman. Qanday qilinadi? Podpiskani esdan chiqarmay turinglar akalar, sal podpiskani ko'paytiraveraylik. Ertaga qonli o'yin bor. Men bunda Sardorga va'da berdim 2 haftadan ichida Aligiga chiqaman. Ko'rinmay ekan. Ya, sal yuqoriroqqa ko'tarib screenshot qilishing kerak-da. Hozir. Screenshotni osibda kesib kelaman. Podpiska bosib turinglar Sardor kengashi. Bobo aka, yo, noto'g'ri tushunmang. Rostdan endi deganimga, men yana bitta bobo akam bor edi. Shunga o'xshatib o'ribman. Ovozi Bor, bobo, individuallarni bilmadim-ku, donatorlar bor bobo degan ko'p. Ha, bitta katta. Ha, yaxshi. Pizdes bilan. Buni qanday qilib yozaman? Nastroy Globuschani ustiga bosib turing. Uni bossam foydasi yo'q. Globusga bosganda foydasi yo'q. Nastroykadan o'zgartirish. Yo'q, o'sha globuschani ustiga bosib tursangiz, уже tilla chiqib keladi-da o'zi asta-asta. Uni ham ko'rsataman. Yo, globusdan o'zgarishi mumkin.